Assalomu alaykum qadrlilar, barchangizga kun xayrli bo'lsin. Zargar shop e'tiboringizda va men Kamina-yu Kamtarin Shahlo Tursunova bugun siz uchun mahsulotlarni taqdimotini o'tkazaman. Masalan, 5 tasi birda. Bunaqasini eshitgansiz. Bular yirik formatda bo'lib, anchaga yetadi sizga va ko'rib turganingizdek 5 tasi birda. Ya'ni bu yerda siviritka ham bor, essensiya ham bor, tonika ham bor, tungi kremi ham bor, ko'z osti uchun kremlari bor va hammasi ayollar uchun kerakli bo'lgan mahsulot turi hisoblanadi. Ichida esa 24 karat voy oltinlari bor, pipetkalik qilib ishlangan, qarang mana. Ko'rmaymizmi? Mana. Bu oltinlar nafaqat shishasida, endi ayrim mahsulotlarni ko'rganmiz, faqat shishada oltinni topshirib qo'yishadi, yo'q, bizda esa haqiqiy ichida oltini bor, namlantiradigan, mayda ajinlarni yo'q qiladigan, suv elementida ishlab chiqarilgan mahsulot turi hisoblanadi. Gialuron kislotasi bilan to'yingan 24 karat oltin, qarish belgilari bilan kurashuvchi, elastiklikni oshiruvchi, tarang yuz qilib beruvchi mahsulot turi hisoblanadi. Gold yuz parvarish to'plami 5 tasi birdayizlar. Bu yerda sizga ancha-muncha yetadigan mahsulotimiz hisoblanadi va umuman olganda, agar siz hozirgi kunda sarpa yig'ishni boshlagan bo'lsangiz yoki onajoningizga sovg'a qilishda aynan mana shu taqinchoq emas, bu mahsulotimizni tanlab qo'ygan bo'lsangiz, albatta xarid qiling. Ya'ni onajoningizga sovg'a qiling, ammo xolalaringizga, o'zingizga sovg'a qilishingiz mumkin. Va nega tanlab qo'ygan bo'lsangiz deyapman, chunki oldinda hali juda ham ko'p maxsus takliflarimiz bor. Demak, oltinda faqat elastiklikni va tonusni oshiradi, balkim qarish belgilarini ham oldini oladi, mayda ajinlarni yo'q qiladi, post akneni ham yo'q qiladi, ya'ni aknedan keyin qolgan dog'lar, chuqurliklarni silliqlashtirib beradi. Natijada teri chuqur namlantiriladi va aynan mayda ajinlar yo'q bo'lib, ko'z ostidagi aynan mana shu qopcha ham birozgina tarang bo'ladi. Ya'ni mana bu yerda osilishlar bo'lsa, birozgina mana bunday tarang va chiroyli bo'lib qolar ekan, mana tarang bo'ladi. Demak, 299 ming so'm. Yuz parvarishini necha yoshdan boshlash kerak deb so'rashmoqda hozir qo'ng'iroq qilib 19 yoshlik yurtdoshimiz. Bilasizmi, menimcha hammada o'ziga xos yuz teri bor va endi kimdadir birozgina yog'li, birozgina aynan quruq yoki ikkisi birda bo'ladi, o'rtacha bo'ladi. Shuning uchun ham o'zingizga qarang endi. Qachon boshlash menimcha har bir insonning o'ziga bog'liq. Mana bunday zakolochka sizga sovg'a, qarang. Zakolochkamizni mana asalcha, ko'ryapsizmi? Mana bunday. Mana. Zo'r. Sochni zo'r ushlab turadigan zakolochka sizga sovg'a. Demak, yuz parvarishi har doim kerak deb o'ylayman. O'sha balog'at yoshidan boshlab farqi yo'q. 60, 70, 80, 90, 100 yoshgacha kerak deb o'ylayman. Nega? Chunki baribir yuz namlantirib turish kerak yuzni. Umuman olganda bizda O'zbekistonda havo quruq, havo nam emas, quruq bo'ladi, chang bo'ladi, qishda, bahorda, yozda, kuzda quruq bo'lib turadi havo va uni namlantirish kerak. Aynan yuzingizni qancha deylik o'sha yomg'ir yog'adi-ku, qor yog'adi-ku desangiz ham baribir bizda dengizlar yo'q. Shuning uchun ham orol dengizlar bo'lmaganligi tufayli bizda havo quruq hisoblanadi. Shunday ekan, yuz teringizni, o'sha qolgan deylik o'sha qo'l, oyoqlaringiz, hattoki o'sha boshqa o'sha tana a'zolaringizdagi o'sha terlarni namlantirib turish kerak hisoblanadi o'zi aslida. Lekin mana bu mahsulotimiz ko'pchilikka manzur kelgan mahsulotlardan ekan. O'zi aslida cho'milgandan keyin o'sha oyoq, qo'l, qorin deysizmi, yuz, bo'yin sohalarini deysizmi, molachkolar bo'ladi, namlantirish kerak. Lekin yuz sohasini aynan mana shunday essensiyasi bor, tonika bor, yuz uchun krem bor, ko'z atrofi uchun krem bor. Mana shu mahsulotlar bilan to'yintirish kerak. Gialuron kislotasi bor, ichida kollageni bor, ichida yuzingizni elastik qilib beradi, yuqoriga lifting effekt qo'shib beradi va bir necha tonga ochartirib beradi. Bu juda ham yaxshi. Yuzimiz deylik o'sha qolgan terimizga qaraganda ancha-muncha deylik turli xil
changga deymizmi yoki quruqlikkami, quruq shamolga deymizmi, aynan mana shunday holatlarga duch kelib, yuzimiz birozgina rangini yo'qotadi o'zi aslida. Qo'limizni hatto yuzimizga qo'ysak, yuzimiz birozgina to'qroq bo'ladi. Aslida qo'l bilan yuz bir xil bo'lish kerak ekan. Demak, azizlar, yuzni terisi juda ham nozik bo'ladi. Buni yaxshi bilasiz. Ayniqsa ko'z atrof terisi juda ham nozik bo'ladi. Buni hamma ayollar juda ham yaxshi biladi. Buni aytib o'tishim ham shart emas o'zi aslida, lekin mana bu mahsulotimiz yanada yuzingizga zo'r parvarish beradi. Bor yo'g'i 2 daqiqa vaqt siz uchun qo'ng'iroq qiling, buyurtmalarni bering. Start tugmasi allaqachon bosildi. 299 ming so'm meni fikrim juda ham yaxshi narx. Hozirgi kunda aynan 5 tasi birda taqdim etilyapti-ku, buni har birini deylik, bilmadim, 200-300 ming so'mdan xarid qilsangiz mayli, yo'q deganda 100 ming so'm, mayli, yo'q deganda 50 ming so'mdan xarid qilsangiz ham juda ham qimmat bo'lib ketadi, to'g'rimi? 5 tasi birda. Shuning uchun ham hoziring o'zida qo'ng'iroq qilib buyurtmalarni berishni boshlang. 299 ming so'm azizlar, 299 ming so'm. Qarang, 1,5 daqiqa vaqtingiz qoldi. 1,5 daqiqaning ichida qo'ng'iroq qilib buyurtmalarni berishga ulgurasiz degan umiddaman. Chunki hozir qo'ng'iroqlar juda ham ko'p. Aslida kosmetik vositalarimizga rostdan qo'ng'iroqlar ko'p bo'lyapti so'nggi kunlarda. Nega? Chunki bir marta xarid qilgan yurtdoshlarimiz qayta va qayta qo'ng'iroq qilib yana opamga, singlimga, onamga, xolamga, ammamga deya xarid qilishyapti va bu juda ham zo'r. Men masalan xursandman sizga yoqqandan. Demak, azizlar, qo'ng'iroq qiling, buyurtmalarni berishga shoshiling, ulguring, chunki bu mahsulotimiz bugungi dasturimizda bor yo'g'i 12 dona keltirilgan ekan, berilgan ekan va ko'ryapsiz, hattoki o'zim ham, masalan, men har dastur aynan mana shunisini qo'limga surtib ko'rsataman sizga va adashmasam agar yarim yilcha bo'lib qoldi mana shu mahsulotni taqdimotini o'tkazishimizga va aynan mana shunisini katta tyubikdagisini bir tomchi mayli 2-3 tomchi qilib ko'rsataman sizga, taqdimotini o'tkazaman. Bir boshlovchimiz mana bunisini ko'rsatadilar, yana bir boshlovchimiz mana bunisini ko'rsatadilar, ko'ryapsizmi? Ancha muncha vaqtda juda ham ozi ketgan, ko'ryapsizmi? Buni bir tomchisi yuzingizga yetadi-da, yetib ortadi. Mana bu yerda kremi ham bor, buni ham kremi bor. Buni ham albatta surtib ko'rsatganmiz va ko'ryapsizmi, hali hamon bor ichida. Mana. Juda ham zo'r. Xo'sh, azizlar, qo'ng'iroq qiling, buyurtmalarni berishga shoshiling, ulguring, chunki oldinda bizda yana bir nechta maxsus takliflarimiz bor. Va keling, hoziring o'zida keyingi maxsus taklifimizning video lavhasini ko'rib olamiz. Marhamat. Faqat rostini ayting, sizga bu holat tanishmi? Masalan, oilangiz bilan dasturxon atrofida o'tiribsiz, belingiz esa allaqachon zil ketyapti. Oyoqlar urishib, tanada noqulaylik bo'lyapti. Shu payt tezroq turgingiz keladi yoki bor yo'g'i 1-2 soat rulda o'tirdingiz. Belingiz shunday zirqiraydiki, xuddi 20 yoshga qarigandek bo'lasiz. Millionlab odamlar buni yosh bilan bog'liq yoki charchoq deb o'ylaydi. Lekin bu muammo sizda emas, balki nimaning ustida o'tirganingizda bo'lsa-chi? Mana his-tuyg'ularingizni tubdan o'zgartira oladigan yechim. Comfort Plus ortopedik yostig'i. Bugun chegirma va qimmatli sovg'a bilan hozir hammasini bilib olasiz. Qarang-a, qattiq stulda yoki dasturxonda o'tirganingizda nima bo'ladi? Tananing butun og'irligi barcha kilogramm bitta nuqtaga bosim beradi. Dumg'azaga, og'irlik, taranglik, qotib qolish, xuddi tosh ustida o'tirgandek hissi. Tasavvur qilyapsiz-a? Lekin shu nuqtani yengillatsak-chi? Mana shuning uchun mutaxassislar Comfort Plus ortopedik yostig'ini o'ylab topishgan. Yostiqning shakli tananing egri chiziqlarini takrorlaydi. Markazdagi bu kesma esa dumg'azadagi bosimning hammasini o'ziga oladi. Tadqiqotlarda yozilishicha, shunday kesmali yostiqlar o'tirishdagi yukni va noqulaylikni deyarli 2 barobar kamaytiradi. Oddiy yostiq bunga aslo qodir emas, lekin bu hali hammasi emas. Comfort Plusning ichida xotira effektli aqlli paralon bor. U aynan sizning tanangizga, vazningizga, holatingizga moslashadi. Tana og'irligi qancha ko'p bo'lsa, yostiq yukni shuncha sezilarli darajada o'z zimmasiga oladi. Tasavvur qiling, dasturxon atrofida yostiqda o'tiribsiz. 1 soat, 2 soat, hatto 3 soat bir marta ham turgingiz kelmaydi. Uy, dasturxon atrofi, ish, yo'l, mehmondorchilik, qayerga borsangiz o'zingiz bilan olib yuring. Yostiqlarni Yaponiyada ancha vaqtdan beri ishlatishadi. U yerda ham qadim zamondan polda o'tirishadi. Aqlli yaponlar sog'liqni doim o'ylashadi va qulaylik bilan o'tirishadi. Endi bunday yostiqlar
Ular deyarli har bir yapon ofisida bor. U yerda kuniga 8-12 soat o'tirib ishlashadi. Siz ham ishga olib qo'ying. Siz ham ko'p ishlab o'tirasizmi? Unda ehtimol sizga ovoz chiqarib gapirish odat bo'lmagan, lekin 30 yoshdan keyin har ikkinchi odamda duch keladigan muammo tanishdir. Bu bavosil kasalligi. U bilan har bir o'tirish azobga aylanadi. Comfort Plusning shu markaziy kesmasi 100% aynan siz uchun yaratilgan. U eng nozik qismdan yukni olib tashlaydi. Shunda siz chindan ham yengil o'tiradigan bo'lasiz, hatto bavosil bilan ham. Tasavvur qiling, dasturxon atrofida yostiqda o'tiribsiz. 1 soat, 2 soat, hatto 3 soat bir marta ham turgingiz kelmaydi. Yo'ldachi yostiqni o'rindiqqa qo'yasiz va 5 soatlik yo'l bir bekatdek o'tib ketadi. Shu bilan birga yostiqning rezinalangan asosi uni joyida mahkam ushlab turadi, hatto keskin burilishlarda ham. Ustki g'ilofi ham oson yechiladi. Yuvib qo'ydingiz, hech qanday dog' va hidsiz yostiq yana yap-yangidek bo'ladi. O'y, dasturxon atrofi, ish, yo'l, mehmondorchilik, qayerga borsangiz o'zingiz bilan olib yuring. Ishdan, yo'ldan, yaqinlar bilan o'tirishdan voz kecha olmaysiz, lekin har kuni qulayroq qilishingiz mumkin. Qo'ng'iroq qiling va Comfort Plus ortopedik yastig'ini hoziroq buyurtma qiling. 50% chegirma bilan 2 barobar arzon. Endi esa eng yoqimlisiga keldik. Aynan hozir har bir Comfort Plus yostig'iga mis ipli kompression golfilarni sovg'a qilyapmiz. Mutlaqo bepul. Kechqurun oyoqlaringiz shishadimi? Og'irlik bormi? Charchoq. Golfilar mushak va tomirlarni yumshoqlik bilan qo'llab-quvvatlaydi va qon aylanishini yaxshilaydi. Ajoyib sovg'a. Telefonni hoziroq qo'lingizga oling va ekrandagi raqamni tering. O'tirish yanada og'irlashishini kutmang. O'zingizga keyin buyurtma qilaman demang. Aynan hozir qo'ng'iroq qiling va Comfort Plus ortopedik yostig'ini 2 barobar arzon narxda buyurtma qiling. Kompression golflilarni sovg'a sifatida oling. Bunday foydali aksiyani qo'ldan boy bermang. Comfort Plus o'tgan dasturda taqdimotini o'tkazganimda juda ham ko'pgina haydovchilar xarid qilishgan ekan. O'zi o'ylagan edim, haydovchilarga va ofis ishchilariga juda ham zo'r ekan, o'qituvchilarga juda ham zo'r ekan deb o'ylagandim. 199 ming so'm sovg'asi ham bor. Mana shunday golflar sizga sovg'a, ya'ni bu golflarni farqi yo'q. Yoshi o'rta, yoshi kattalar uchun ham juda ham yaxshi yoki homiladorlar uchun ham juda ham yaxshi. Xo'sh, azizlar, aynan Comfort Plus bu shunchaki avtomobil uchun yostiq emas, bu inson baribir o'tirib o'tkazish kerak bo'lgan soatlarni yanada qulayroq qilish imkoniyati hisoblanadi. Aynan Comfort Plusni xarid qilsangiz, hozir juda ham kerakli ma'lumotlarni aytdim va aytishda davom etaman. Azizlarim, endi kunning katta qismini rul boshida o'tkazadigan erkaklarimizga alohida murojaat qilmoqchiman. Ayollar, sizlar ham yaxshilab tinglang, balkim bu yostiq aynan turmush o'rtog'ingiz uchun, otangiz uchun yoki o'g'lingizga juda ham kerakdir, to'g'rimi? Axir haydovchi ba'zan avtomobilda deyarli yashaydi, ya'ni butun kunini avtomobilda o'tkazadi. Haydovchilar yoki yuklarni bir manzildan boshqa nuqtaga olib boradigan, rulda ko'p vaqtini o'tkazadiganlar uchun juda ham muhim hisoblanadi. Endi bir o'ylab ko'ring, bir necha soat mashina haydab kelganingizdan keyin mashinadan tushganingizda o'zingizni qanday his qilasiz? Masalan, menda oyoq og'rig'i va negadir bel og'rig'i juda ham qiynaydi. Ancha vaqt avtomobilda bo'lsa, masalan, bir nuqtadan boshqa nuqtaga borgunga qadar ham o'sha probkalarda yoki tirbandliklarda qolib ketsam, oyog'im bilan belim og'riydi. Ana o'shanda bel og'riydi, orqa qism qotib qoladi, butun tana charchaydi, bosim bo'ladi. Odamning o'rnidan turib, biroz yurib, yozilib olgisi keladi, to'g'rimi? Lekin ishtasiz, ya'ni o'sha rulda, avtomobilda yuradigan insonlar haqida aytyapman, ishtasiz. Ya'ni erkaklar odatda ovoz chiqarib gapirishni istashmaydi. Ya'ni nozik bir muammo ham borda, mana bu yerim og'riyapti, belim og'riyapti yoki oyog'im og'riyapti deyishmaydi, ishda davom ettirishadi. Bu ham juda ham katta muammo hisoblanadi. Shuning uchun ham aytishadi-ku, erkaklar chidamliroq deya aytishadi. Xo'sh, azizlar, uzoq vaqt davomida o'tirish gemoroy bilan bog'liq noqulayliklarni ham kuchaytirishi mumkin o'zi aslida va
haydovchilar esa soatlab o'tirishadi. Bel og'rig'i yoki deylik o'sha ko'pchik deyiladi-ku, dumg'aza deyiladi. U yerda ham bosim bo'ladi. Butun boshli o'sha organizmdagi bosim dumg'azaga tushadi, ko'p o'tirib ishlaydiganlar uchun. Mana shunday vaziyatlarda Comfort Plus kundalik yordamchingizga 100% aylanishi mumkin. Qanday qilib? Yostiqdagi mana shu maxsus kesmaga e'tibor bering, ya'ni chuqurlikka, bo'shliqqa e'tibor bering. U dumg'aza va nozik sohalarga tushadigan to'g'ridan-to'g'ri bosimni kamaytirishga yordam beradi. Zich xotira effektiga ega ko'prik esa tana shakliga moslanib, bosimni yanada kamroq qilib beradi. Bu ham juda ham yaxshi, to'g'rimi? Shunday ekan, albatta qo'ng'iroq qiling. Siz uchun 1 daqiqa vaqt taqdim etilyapti. Buyurtmalarni berishga ulguring. Ofis ishchilariga keladigan bo'lsak, ofis ishchilari ham odatda ertalab 9 dan mayli o'sha tushlikka qadar va kamida deylik o'sha 10-15 daqiqa, ko'pida mayli yarim yoki 1 soat tushlikka chiqib ketishadi. U yerda ham bo'lsa tushlikni o'tirib iste'mol qilishadi, to'g'rimi? Demakki, ertalab 9 dan kechki 6-7 ga qadar ofis ishchilari o'z o'rinlarida bo'lishlari kerak va mana shu yostig'imiz juda ham zo'r kor qiladi. Ya'ni bel og'rig'i, organizmdagi bosim yoki deylik o'sha dumg'azaga tushayotgan bosim ancha-muncha kamayadi va hattoki gemoroy bilan og'rinayotgan bo'lsangiz, sizga ancha-muncha yengillik hissini beradi. Azizlar, masalan, hozir kulishingiz mumkin-da, "Voy, shuni ham gapirib chiqadimi" deya. Lekin ko'pchilikning muammosi hisoblanadi. Ayta olmayotgan, ovoz chiqarib gapira olmayotgan muammosi hisoblanadi. Bu ham kasallik, to'g'rimi? Aslida davosini topish kerak, davosini izlab shifokorga borishingiz kerak, lekin mana bunday yostiq sizga ancha-muncha yengillik hissini beradi. Shunday ekan, qo'ng'iroq qiling, buyurtmalarni berishni boshlang. Ham avtomobilga, ham uyda ham o'tirishingiz mumkin. Mana shu yostiq ustida ham, ofisda ham o'tirishingiz mumkin, stulga qo'yib. Demak, oldinda yana bir mahsulotimiz bor. Keling, uni ham video lavhasini ko'rib olamiz. Marhamat. Salatlar, qiymalar, palov, dimlamalar, sho'rvalar uchun katta qovurma tayyorlash kerak. Qo'llar charchaydi. Oddiy qirg'ich qo'lingizdan sirg'anadi. Barmoqlarda esa kesiklar, bo'laklar esa har tomonga uchadi va qancha vaqt ketadi. O'zingiz bilasiz-ku. Ammo endi hammasini o'zgartirish mumkin. Kutib oling, barabanli multi qirg'ich. U ovqat tayyorlashni 5 barobar tezroq, xavfsizroq va ancha tartibli qiladi. Bugun esa chegirma va hashamatli sovg'alar bilan multi qirg'ichni vakuumli tagligi bilan stolga mahkamlaysiz. Kerakli nasatkani qo'yasiz, dastani aylantirasiz. Bo'ldi, tayyor. Bir xil somoncha, yupqa qatlamlar, mukammal kesilgan mahsulot. Atiga bir necha soniyada, zo'riqishsiz, charchoqsiz, tez, oson va xavfsiz. Mana multi qirg'ichning imkoniyatlari. Mayda qirg'ich, pishloq, yong'oq, qotgan non va sarimsoq piyoz uchun. O'rta somoncha, koreyscha sabzi, olma, lavlagi va kartoshka uchun. Slice, karam, bodring, rediska, kabachki, baqlajon, lavlagi, piyozlar uchun. Salatlar, qovurmalar, zakuskalar, qishki tayyorlovlar. Hammasi tez va chiroyli tayyor bo'ladi. Siz esa dam olasiz. Oila va mehmonlar hayratda qolishadi. Bugun barabanli multi qirg'ich sizga butun 30% chegirma bilan. Lekin hoziroq qo'ng'iroq qiling va buyurtma bering. Sizga hayratlanarli sovg'a, ajoyib konditerlik to'plami. Bir o'ylab ko'ring, tayyor tortlar qimmat, to'g'rimi? Uy tortlari esa har doim mazaliroq. Endi esa tasavvur qiling, siz o'zingiz shohona tort va pirojnilar tayyorlab, ularni ajoyib bezaklar bilan chiroyli qilishingiz mumkin. Ikkita konditerlik qopchasi, 16 ta nozullar, o'tkazgichlar va 3 ta shpatel. Tortlar, pirojnilar, kekslar, pechenyelar, zapikankalarni bezating. Bunday desertlar bilan stolingizni boy va hashamatli qiling. Mehmonlar hayratdan lol qoladi. Barabanli multi qirg'ichni hoziroq buyurtma qiling va hashamatli konditerlik to'plamini sizga mutlaqo bepulga taqdim etamiz. Vaqtni boy bermang, hoziroq qo'ng'iroq qiling. Mening bir dugonam bor, uyda doim mehmonlari ko'p. Salatlari restorandagidek, tortlari esa qimmat konditerlarnikidek. Bilasizmi nima? Siri nimada? Barabanli multi qirg'ich va konditerlik to'plamida. Mehmonlar, qo'ni-qo'shnilar, qarindoshlar hammasi taomlarning mazasi, xilma-xilligi va eng muhimi go'zalligidan hayratda.
eri xursand, qaynonasi maqtaydi, qo'shnilar esa qayerdan olgan deb so'rashadi. O'tkir bo'lmagan pichoqlar va xavfli qirg'ichlarni unuting. Mahsulotlarni bir xil kesish uchun soatlab oshxonada qiynalmang. Salatlar, qiymalar, zakuskalar, qovurmalar, konservalar, bezaklar, baraballi multiqirg'ich bilan hammasi tez, chiroyli, oson va xavfsiz. Va keyin mehmonlarni eng zo'r konditerlarnikidek pishiriqlar bilan hayratda qoldiring. Gullar, naqshlar, krem to'lqinlari xohlagancha yarating. Sizning dasturxoningiz haqida afsonalar yuradi. Tezroq telefoningizni qo'lingizga oling. Baraballi multiqirg'ichni hoziroq buyurtma qiling. 30% chegirma bilan. Sovg'alar soni cheklangan. Shuning uchun shoshiling. 2 ta konditerlik xaltachasi, 16 ta nasadka, o'tkazgichlar va 3 ta shpatel. Hammasi bepul. Aksiyaning tugashini kutmang. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va buyurtma bering. Ayrim yurtdoshlarimiz aksiya tugashini kutmang deganimda dasturning oxirida ham qo'ng'iroq qilishadi, ammo lekin qolmaslik ehtimoli juda ham katta. Shunday ekan, ayni damda, ayni soniyalarda mana shu narxlarga xarid qilishingiz mumkin. Pishiriqlarni bezash uchun to'plam esa sizga mutlaqo bepulga taqdim etilar ekan. Shuning uchun ham shoshiling. Baraballi multiqirg'ichimizda pishloqlarni, yong'oqlarni va hattoki muzlatilgan mevalarni ham chiqarishingiz mumkin. Masalan, smuzini yaxshi ko'rasizmi? Men masalan yaxshi ko'raman. Yoz oylarida ham, qish oylarida ham juda ham zo'r ketadigan aynan muzlatilgan mevalarni qirg'ichdan chiqarib, unga biroz ko'p emas, birozgina suv qo'shilsa, aynan mazali qandaydir smuzi hosil bo'ladi. Endi muzlatilgan pyure desam ham bo'laveradi. Aynan smuzilarni ham chiqarishingiz mumkin, farzandingizga pyurelarni chiqarishingiz mumkin va salatlar, ovqatlarga, qovurmalarga biroz avval video lavhada aytdim-ku, salatlar, qovurmalar deya barchasi aynan mana shu baraballi multiqirg'ich orqali chiqarishingiz mumkin. Vaqtingizni yaxshigina tejaydi, asablaringizni tejaydi. Undan tashqari esa juda ham sifatli mahsulot hisoblanadi. Yupqa plastik emas, yupqa qandaydir deylik shishalik yoki yupqa plastiklik, yupqa temirlik emas, balkim qalin, quyma plastikdan ishlab chiqarilgan pishvoy plastik deyiladi-ku, ya'ni o'sha ovqatlarni tayyorlash mumkin bo'lgan plastikdan ishlab chiqarilgan. Slice uslubida, aynan markavchi uslubida yoki oddiy qirg'ich, standart qirg'ich uslubida ham chiqarishingiz mumkin. Aynan mana shu baraballi multiqirg'ich orqali. 3 xil nozil nasadkasi bor. Umumiy hisobda 6 ta, ya'ni har bir nozilidan 2 tadan bo'ladi. Vakuumli mahkamlashi tag qismida joylashgan. Aynan mana bu qismidan esa o'zingiz sozlab olasiz. Juda ham qulay, juda ham sifatli va hattoki aynan u qadar ko'p joy egallamaydi-da. Shunchaki tortmaga yoki shkafingizga joyga solib qo'ysangiz bas, o'sha oshxonangizdagi juda ham qulay hisoblanadi. Mana bunaqa mahsulotlarni ittiradigan maxsus detalchasi ham bor. Bunisi ham qulay, ya'ni qo'lingizni aynan qirg'ichga qadar tiqib yubormaysiz. Yumdalab, tirnab olmaydi. Xo'sh azizlar, mana bu yerda esa pishiriqlarni bezash uchun to'plamda 2 ta silikon qopcha, 3 ta 2 tomonlama shpatellar va mana bu yerda ko'rib turganingizdek nozillar, nasadkalar 16 xil bo'ladi va 4 ta o'tkazgich bo'ladi. Bu juda ham zo'r. Xo'sh azizlar, qo'ng'iroq qiling, buyurtmalarni berishda davom eting. Bilamizki, aynan mana shunday tortlarni, kekslarni yoki deylik turli xil zapekankalarni, turli xil tartaletkalar, salatlarni bezash bu anti-stress hisoblanadi ayollar uchun. Bu ajoyib bo'lgan deylik o'sha stresslarni oldini olish uchun anti-stress hisoblanadi. Shunday ekan, qo'ng'iroq qiling, buyurtmalarni bering. Hech kim sizga mana shu narxga ham qirg'ich, ham pishiriqlarni bezash uchun mana shuncha to'plamni taqdim etmaydi-da. Masalan, 239 ming so'm juda ham yaxshigina narx. Yetkazib berish xizmati bor, yetkazib beramiz, ko'rasiz, tekshirasiz, balkim sinab ko'rarsiz, keyin to'lovlarni amalga oshirasiz, ya'ni o'sha nozillarni solib ko'rasiz, ishlatib ko'rasiz, keyin to'lovlarni amalga oshirsangiz ham bo'laveradi. Ya'ni oldindan majburiy to'lovi yo'q. Shunisi ham plyus, albatta siz uchun plyus. Barchasi
aynan tomoshabinlarimiz uchun, yurtdoshlarimiz uchun, shuning uchun ham bemalol qo'ng'iroq qiling. Aytgancha qo'ng'iroq qilish sizni hisob raqamingizdan ortiqcha summalar yechib oladi degani emas. Bemalol qo'ng'iroq qiling, mutlaqo bepul qo'ng'iroq qilish, ya'ni o'sha o'zingizni abonent to'lovingiz xolos. Ortiqcha summalar yozmaydi, yechib olmaydi. 239 ming so'm 30% chegirma asosida xaridlarni amalga oshirishda davom etavering. Siz uchun mana shunday sovg'alarni ham taqdim etyapmiz. Bir necha soniyalar qoldi aynan mana shu mahsulotimiz tugash arafasida. Aytyapman-ku, o'z vaqtida qo'ng'iroq qiling deya. 2 daqiqa berar ekanmiz. Bor yo'g'i 2 donasi qoldi va 2 daqiqa vaqt. O'zi 2 daqiqa ham kerak emas edi 2 donasi uchun. Chunki hozir juda ham ko'p qo'ng'iroqlar bo'lyapti. Tezlashing, ulguring, shoshiling. Bugungi maxsus mahsulotlarimiz, maxsus takliflarimiz har birining soni juda ham ozdan keltirilgan ekan. Makaronli taomlarni yaxshi ko'rasizmi? Masalan, meni uyimda farzandlarim juda ham yaxshi ko'rishadi, uchalasi ham yaxshi ko'radi va makaronli ovqatlarni juda ham ko'p tayyorlayman. Makaron po-flotski bor, spagetti bor. Shunchaki makaronni qaynatib ustiga pishloq ham sepishi mumkin. Masalan, "Voy, go'sht yemaysizlarmi?" deyishingiz mumkin. Endi bolangiz so'rasa qilib berasiz-ku, to'g'rimi? Shunday ekan pishloqlarni chiqarish uchun juda ham zo'r. Pishloq deysizmi, sabzavotlar deysizmi yoki shunchaki bir bankada baqlajonli, kabachkali ikra pishiraman desangiz ham kichkina qozonchada chiqarib olish juda ham qulay, juda ham oson. Qovurmalar uchun yoki mevali pyurelar uchun, mevali deylik qandaydir jemlar uchun juda ham sifatli bo'lgan qirg'ichimiz hisoblanadi. Qo'ng'iroq qiling, buyurtmalarni berishga shoshiling, ulguring. Eng asosiysi aynan mana shu mahsulotimiz bugungi dasturimizda bor. Keyingi dasturda bo'lmasligi ham mumkin. Tezgina buyurtmalarni bermasangiz bo'lmaydi, chunki qolmaslik foizlari juda ham katta. Ulgurasiz degan umiddaman. Ulgurasiz degan umiddaman. Xo'sh, biz esa davom etmoqdamiz. Bugun bizda yangi mahsulot ham bo'ladi. O'sha yangi mahsulotni juda ham ko'pchilik kutgan. Hozirgi kunda juda ham ko'pchilik aynan massajyorlarga urg'u qaratishyapti, hattoki sportchilar ham va ko'p o'tirib ishlaydiganlar ham va umuman olganda hozirgi kunda sportga juda ham katta urg'u qaratishyapti. Sport, massajyor, turli xil deylik qandaydir detokslar, parhezlar, to'g'rimi? Ya'ni salomatlikka juda ham katta urg'u qaratishyapti. Shunday ekan, biz ham azizlar, baraballi multi qirg'ichga ham buyurtmalarni bering. Albatta, baraballi multi qirg'ich orqali siz o'zingizni salomatligingizni ham yaxshilashingiz mumkin. Qanday qilib deysizmi? Turli xil salatlar yoki o'sha parhezbob taomlarni tayyorlashingiz uchun mo'ljallangan baraballi multi qirg'ich. 239 ming so'm. Yaxshi narx, zo'r narx, bilmadim sizga qanday, lekin menga juda ham yoqadi aynan mana shu baraballi multi qirg'ichimiz. Va bor yo'g'i 239 ming so'm baraballi multi qirg'ich, 3 xil nozul nasatka, tez, oson, xavfsiz foydalanish va vakuumli mahkamlashi ham bor. Eng sifatli bo'lgan qirg'ichlardan biri deylik, o'sha boshqa davlatdagilar ham ishlatishganini ko'rganman YouTube'da yoki o'sha blogerlar orqali, food blogerlar ham yaxshi ko'rishadi. Lekin hozir biz keyingi mahsulotimizga o'tdik. Keyingi mahsulotimiz hozirgi kunda atyok deyiladi-ku, ya'ni suv yig'ilish holatlari bo'ladi-ku. Ayrim insonlar voy birozgina semiribman, vazn olibman deyshadi. O'zi aslida u atyok bo'ladi. Ya'ni aynan suv yig'ilish holati bo'ladi. Ayollarda asosan qorin, qo'l, oyoq qismlarda suv yig'ilish holatlari yuzaga keladi. Bu noto'g'ri deylik o'sha ovqatlanish yoki noto'g'ri turmush tarzi bo'ladi. Noto'g'ri turmush tarzi endi bu masalan ko'p ovqat yeyish yoki aksincha kam ovqat yeyish yoki kech uxlash yoki vaqtli uxlab vaqtli turish, masalan 7 larda uxlab 5-6 larda ham turishingiz mumkin, to'g'rimi? Xullas azizlar, ya'ni normadan chetga
chiqqan bo'lsangiz, albatta yana normaga qaytishingiz uchun mana bunday massajyor bor siz uchun. Aziz tomoshabinlarimiz, rostini ayting, kechga borib oyoqlaringiz og'rishadimi, og'riydimi yoki qandaydir ushib qoladimi yoki o'zingizda qandaydir og'irlik sezasizmi? Oyog'ingiz shishib qoladi, qo'llaringiz qandaydir mana bunday qilsangiz lov qilyapti, bujur qilyapti deysizmi? Bu aynan suv yig'ilish holati hisoblanadi. Ertalabdan oyoqdamiz, oila, bolalar, ish, bozor, o'char, ovqat tayyorlash, uy yumushlari kun bo'yi hammaga g'amxo'rlik qilamiz. Kechqurun esa nihoyat o'zimiz uchun ozgina vaqt topilganda o'zimiz bilan shug'ullanishga deyarli kuch qolmaydi. Mayli, ertadan boshlayman shu sportni ham, boshqasini ham deya uxlashga yotamiz. O'zimda kelib chiqib aytyapman. Kechga kelganda shunaqangi behol bo'laman, shunaqangi xafa bo'lib ketaman. Nahotki o'zimga vaqt ajrata olmayapman deya. Siz uchun mana shunday massajyor, azizlar, massajyorni zo'ri 199 ming so'm. Limfaslim, azizlar, limfaslim. Limfaslim azizlar, ya'ni limfa drenaj hisoblanadi. Qonni yaxshiroq aylantirib beradi. Organizmda yig'ilib qolgan, qotib qolgan yog'larni yanada eritib beradi. Undan tashqari esa aynan qoningizni yaxshiroq yurg'izib beradi. Mana shunday chiroyli qutida yetkazib beriladi. O'zini ko'rib turganingizdek mana lentasi bor. Bo'yinga, yelkaga, qorin, bel, oyoq, qo'l sohalariga ideal azizlar. Juda ham zo'r. Keling, men hozir mana bunday ko'rsataman qanday qilib. Video lavhada ham ko'rsatilyapti. Men ham ko'rsatmoqchiman qanday qilib o'rnatilishini. Juda ham zo'r, qarang. Mana taqib olasiz, belingiz, qorningizga aytgancha tug'ruqdan keyin deyarli 3-4 oylardan keyin limfa drenaj qilishingiz mumkin, albatta, va 3-4 yoki 6 oydan keyin o'zi aslida o'zingizni holatingizga qarab va qorin sohangizga qo'ysangiz, qorindagi atyokni, suv yig'ilish holatlarini yo'q qilishga yordam beradi. Juda ham zo'r. Bilmadim sizga qanday, lekin menga yoqdi. Zaryadi bor, zaryadlantirish deylik shnuri bor, bemalol ishlatishingiz mumkin albatta. Muntazam foydalanganda bunday massaj mushaklarni yaxshilab, uqalashga, terini tonusda saqlashga, yog'laringizni, o'sha to'planib qolgan yog'larni yo'q qilishga yordam beradi va hattoki deylik o'sha qo'l sohalarida, mana bu qo'lning yuqori sohalarida ishlatsangiz osilib qolgan terilarni ham tarang qilishga yordam beradi azizlar. Juda ham foydali, sifatli, zo'r massaj qilib beradi. Limfa drenaj hisoblanadi. Hozirgi kunda shunaqangi massajlar bor. Ularga borib, o'sha limfa drenaj olsangiz, umumiy ahvolingizni yaxshilab beradi deyshadi. Bu haqiqat, bu yo'q, unaqa emas deya olmayman va aynan mana shu massajyorimiz ham xuddi shunday effektni beradi. Hattoki qo'llaringizni mana bunday solib, aynan massaj olishingiz mumkin. Mana bunday qilib, voy, mazza azizlar. Xo'sh, qo'ng'iroq qiling, buyurtmalarni berishni boshlang hozirning o'zida. Bo'yin, qo'l, qorin, bel sohalari, bo'ksa sohalari, oyoq sohalariga juda ham yaxshi 5 xil massaj dasturi mavjud. Limfaslim har doim bir xil ishlamaydi, 5 xil aynan massaj dasturi bilan birga taqdim etilyapti. Shunday ekan, darhol qo'ng'iroq qiling. O'zingizga g'amxo'rlik qiling. O'zingizni seving, o'zingizni yaxshi ko'ring. Aynan mana shunday limfa drenajlar qilib tursangiz, butun organizmingiz yengil tortadi. Ya'ni yig'ilib qolgan yog'larni eritishga yordam beradi. Qon aylanishini yaxshilaydi. Erkaklar va ayollar uchun mo'ljallangan, hamma uchun birdek yaxshi foyda beradigan aynan limfaslim azizlar, tana uchun massaj qurilmasi hisoblanadi. Bu yerda siz uchun mushaklarni bo'shashtiruvchi massajyor, muammoli sohalar uchun massajyor, mahalliy qon aylanishini qo'llab-quvvatlaydigan massajyor ham deya olaman. Umumiy ahvolingizni yaxshilaydigan yoki mana shunday deylik qandaydir g'adir-budurliklar paydo bo'lgan bo'lsa, terini yanada taranglashtirib beradi. Endi sellyulit deymiz, odatda ayollarda hosil bo'ladi. Qon bir tekisda aylanmaganda yoki aynan yog'lar bir tekisda
yig'ilmaganda mana shunday sellyulitlar paydo bo'ladi. Odatda tug'ruqdan keyin aynan mana shunday sellyulitlarni ko'rib qolamiz. Bu juda ham achinarli, juda ham xafa bo'ladi ayollar odatda, lekin mana shunday massajyor bilan hattoki sellyulitlarni ham yo'q qilishingiz mumkin. O'sha g'idir-budur bo'lib qolgan teringizni ham silliq qilib qo'ysangiz bo'ladi. 199 ming so'm azizlar, ixcham va qulay, portativ o'zingiz bilan olib yurishingiz mumkin. Vaqt va pulni tejaydi azizlar. Bitta limfoslim ko'p imkoniyat beradi. Tana parvarishi, muammoli sohalar massaji, charchagan mushaklarni uqalash va yoqimli dam olish barchasi bitta qurilmada. Tasavvur qilyapsizmi? Shunchaki yoqasiz, oyog'ingiz atrofiga, belingiz, bo'yningiz, yelkalaringiz atrofiga aylantirib, aynan joylashtirib qo'yasiz va bo'ldi. Barcha ishlaringiz bilan shug'ullanishingiz mumkin. Uyqudan oldin yoki erta tongdan eng zo'r vaqt. Masalan, ayrim sportchilar qorniga vakuum qilishadi. Vakuum bor o'zi. Vakuum vaqtida ham shundoqqina yoqib qo'ysangiz shu zo'r effekt beradi. 199 ming so'm. Tug'ruqdan keyin 3, 4 va 6 oydan keyin ishlatish mumkin azizlar. Masalan, 1 oydan keyin, 2 oydan keyin ishlatmang. Bir necha o'zi muddati bor, vaqti bor, o'sha vaqtdan keyin ishlatish mumkin. Xo'sh azizlar, daqiqalar cheklangan, taqdim etiladi. Hozir 199 ming so'm bor yo'q, zo'r narxda taqdim etilyapti, to'g'rimi? Qo'ng'iroq qiling, buyurtmalarni berishni boshlang hozirning o'zida. Bo'yningiz og'rib, qotib qoladi-ku yoki yelkalaringiz qotib qoladi, uqalab qo'y deysiz-ku, hattoki o'sha uqalashda ham o'z holatiga qaytmaydi-ku. Mana shu massajyor zo'r effekt beradi. Ya'ni bu limfa drenaj hisoblanadi. Aynan qonni yaxshi yurg'izib beradi. Qon tomirlarini yanada yaxshiroq o'ziga keltirib beradi. Umumiy ahvolingizni yaxshilab beradi. Tonus bo'lsa, tonusni oldini oladi, ya'ni qotib qolgan bo'lsa yoki o'ta bo'shashib ketgan bo'lsa, mushaklaringiz birozgina o'sha standart tonus holatiga qaytarib beradi. 199 ming so'm juda ham zo'r narx, hattoki bel og'riqlarida ham zo'r yordam beradi. Ya'ni ayrim hollarda ko'p o'tirsak, ko'p yursak, ko'p harakat qilsak yoki o'ta holsiz bo'lib ketsak, belimiz qandaydir luvillab og'riydi. Bu og'riqni tushuntirib berib bo'lmaydi-da. Buni his qilganlar biladi. Shunday ekan, aynan mana shu massajyorimiz zo'r yordam beradi. Yoki tug'ruqdan keyin ham belimiz aksariyat holda o'sha ayollarda juda ham ko'p og'riydi. Mana shu massajyor sizga juda ham katta yordam beradi. O'z avvalgi holatga qaytarishga yordam beradi. 50% chegirma. Qo'ng'iroq qiling, buyurtmalarni bering. Biroz avval aytgandek 5 xil bu yerda rejimi bor. Eng past rejimdan baland rejimlarga qadar mana bu yerda boshqaruv paneli ko'rsatadi. Albatta, yoqish paneli ham shu yerda va bemalol ishlatishingiz mumkin. Istagan zonangizda ishlatasiz. Oyoq, qo'l, bo'yin, yelka sohalarida, bel sohalarida, qorin sohalarida. Qorin sohasiga nimaga kerak? Suv yig'ilib qolgan bo'lsa, go'yoki semirib ketayotgandek ko'rinasiz. Aynan mana shu vaqtda siz mana shu limfoslimdan foydalansangiz, suv tarqab ketadi, chiqib ketadi organizmdan. Qo'l sohalarida yoki yuz sohalarida ham suv yig'iladi, yaxshigina bir kechada yig'iladi. Kamida 1 kilo qo'shadi sizni vazningizga va og'irligingizga. Mana shu limfoslimdan foydalaning. Juda ham zo'r yordam beradi va oldinda yana bir maxsus taklifimiz bor. Keling, uni ham birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat. Uy lag'moni nima? Bu qimmat restoran ta'mi, lekin eslasangiz soatlab egilib, xamir yoyish va tinmay kesish va yana kesish. Endi tasavvur qiling, 15 daqiqada bir tog'dek mazali uy lag'moni. Yangi po'lat press bilan bu endi orzu emas. Nega do'kondagi qadoq va o'rtacha ta'm uchun ortiqcha to'laysiz? Siz faqat un va tuxum olsangiz, press esa sizga restoran darajasidagi norin yoki lag'mon tayyorlab beradi. 10 barobar arzonroq. Bir necha kechki ovqatlarda yo'q o'zini oqlaydi. Oila a'zolaringiz va mehmonlar esa o'zini qimmat restoranda o'tirgandek his qiladi. Siz shunchaki xamirni ichiga solasiz, tutqichni sekin aylantirasiz va ko'z oldingizda mukammal tekis lag'mon paydo bo'ladi. Hattoki sevimli xrizantema pechenyamiz ham do'konga borishdan ham tezroq. Faqat bugun press sizga 2 barobar arzon narxda yana ajoyib sovg'a ham kutmoqda. To'plamda siz 5 ta moslama olasiz. Ular sizni o'zbek oshxonasining malikasi qiladi. Zargarlik ipi, eng ingichka nozik lag'mon, o'sha mashhur ugra osh uchun ayni mos. Afsonaviy xrizantema, sevimli
uvalanadigan pechenya va klassik lag'mon uchun makaron trubuchkalar eng mukammal patlar hisoblanadi. Norin yoki uy sho'rvasi uchun bir zumda tayyor bo'ladigan tekis bejirim to'g'ralma. To'yimli qovurma moslamasi shirali qovuriladigan lag'mon uchun ayni ideal hisoblanadi. Oldinda to'y, hayit yoki qarindoshlar kelishi bormi? Endi mahalladagi ayollarni chaqirib lag'mon kesishga hojat yo'q. Avval 5 kishi ertalabdan kechgacha qiladigan ishni siz yolg'iz 30 daqiqada bajarasiz. Mehmonlar hali birinchi choyni ichib ulgurmasdan qozoningiz yangi mukammal lag'mon bilan to'la bo'ladi. O'tkazib yubormang. Po'lat pressni hoziroq 50% chegirma bilan buyurtma qiling va ajoyib sovg'a universal sabzavot to'g'raydigan shinkovka moslamasini oling. Sovg'angiz nimalarga qodir? Mukammal somoncha kesib, qovurma yoki koreys salatlari uchun ideal hisoblanadi. Slayslar piyozni halqa-halqa, kartoshkani chips uchun va qovoqni 1 soniyada kesib beradi. Gofrli kesim sabzavotlarni bayramona to'lqinli kesish uchun hisoblanadi. Pyure uchun qirg'ich, sarimsoq, zanjabil yoki bolalar pyuresini bir zumda maydalaydi. Hozir qo'ng'iroq qiling va sovg'aga sabzavot to'g'raydigan qirg'ich oling. Bunday duet bilan ovqat tayyorlash bir necha barobar tezlashadi. Qo'ng'iroq qiling va hoziroq buyurtma bering. Miqdori juda cheklangan. Uy xamiri pishganda ezilib ketmaydi, shaklni saqlaydi. Dasturxoningiz eng zo'ri, taomingiz esa eng mazalisi. Lekin bu hali hammasi emas. Qo'shnilar ham taomingiz haqida gapirishsinmi? Do'konda yo'q narsani qiling. Ko'kat yoki lavlagi sharbati bilan rangli lag'mon tasavvur qilyapsizmi? Yoki yangi siqilgan sharbat. Ha, press sharbatni ham siqadi. Oxirgi tomchisigacha. Bu press o'zbek oshxonasining og'ir yuklamalari uchun yaratilgan. 100% zanglamaydigan po'lat, namlikdan qo'rqmaydi, sharbatdan oksidlanmaydi, qattiq xamirdan esa egilmaydi. Pressni 30 soniyada qismlarga ajratib yuvib yuborasiz. Hammasi tez, oson, qulay va o'nlab yillar ishonchli xizmat qiladi. Diqqat! Faqat bugun press sizga 2 barobar arzon narxda nasib etadi. 50% chegirma hoziroq amal qilmoqda. Hozir qo'ng'iroq qiling va sovg'aga sabzavot to'g'raydigan qirg'ich oling. Shunda ovqat tayyorlash yanada oson va tez bo'ladi. Qo'ng'iroq qiling va hoziroq buyurtma bering. O'zi aslida press har bir xonadonda bittadan bo'lishi kerak. Yo'q, bu qorin pressi haqida emas, azizlar. Balkim aynan mana shunday press xonadoningizda bo'lishi kerak. Xo'sh, 199 ming so'm, har shunaqasi ham bo'lib turadi bizda. 199 ming so'm. Qanday qilib ishlaydi? Mana yuqoriga ko'tarasiz. Mana bu detalchasini ichiga mahsulotingizni solasiz. Farqi yo'q, sabzavot, xamir bo'ladimi, meva bo'ladimi va hop. Bo'ldi, press bo'lib chiqadi. Xo'sh, bu yerda nozullarga keladigan bo'lsak, norin uchun, manpar uchun, trubuchka makaroni uchun, spagetti uchun, vah, turli xili bor-da, shuning uchun ham foydalaning hozirning o'zida. Qo'ng'iroq qiling, aksiya doirasida bor yo'q 199 ming so'm va sizga 5 xil nozullik qirg'ich sovg'a tarzida taqdim etilyapti. Ajoyib emasmi? Zo'r-ku axir. Ha, mana shunday issiq kunlarda mazali yaxdek, muzdek sharbatlarni chiqarish uchun ham aynan mana shu pressdan foydalanishingiz mumkin. Qirg'ichdan esa salat deysizmi, qovurmalar deysizmi, mevalar deysizmi, farqi yo'q, hammasini chiqarib olishingiz mumkin pyure holatida. Mana bu yerda markavcha holida gofr kesish, slice kesish, kichikroq markavcha kesish uslubi bor albatta, 5 xil nozuli bilan birgalikda. Bu yerda ham 5 xil nozul, mana bu yerda hammasi trubuchka makaron, norin. Mana bu yerda turli xil ko'rsating, prodyuserimiz ko'rsatyapman. Mana bu yerda spagettilar uchun, manpar lag'mon taomlari uchun vah. Ishtaha ochar taomlar. Xullas, bizning o'zbegim ahli juda ham mehmonsevar va xamirli ovqatlarni yaxshi ko'ramiz. Lag'monlarni yaxshi ko'ramiz, manpar taomlarni, makaronli ovqatlarni yaxshi ko'ramiz va shuning uchun ham sizga mana shunday zo'r unikal uslubda ishlab chiqarilgan, zanglamaydigan po'latdan ishlab chiqarilgan
pressni taqdim etyapmiz. Bilamizki, har bir xonadonda bittadan sokovijmalka bo'ladi, ya'ni sharbat chiqaradigan texnika bo'ladi. Ammo lekin uni voy o'sha shkafdan ol, qo'y, yig', keyin uni ishlatib bo'lgandan keyin 1-2 stakan sokini chiqarib olasiz, sharbatni, keyin uni yuvib, ichidagi setochkasini yuvib, voy juda ham ko'p asab ketadi, juda ham ko'p vaqt sarflaysiz va shuning uchun ham mana bunday pressdan xarid qilib qo'ysangiz, o'sha 1-2 stakan sharbat chiqarish uchun juda ham zo'r. Olganda nechta stakan chiqarsangiz ham juda ham tez va oson hisoblanadi. 199 ming so'm azizlar va yuvish ham qulay. 199 ming so'm. Lag'mon chiqarish esa umuman vaqt sarf qilmaysiz, asab sarf qilmaysiz. Sizga hozir vaqt taqdim etamiz. 50% chegirmalar asosida xarid qilishingiz mumkin. 199 ming so'm narx evaziga taqdim etilmoqda. Xo'sh. Biz esa davom etyapmiz. 1,5 daqiqa vaqtingiz qoldi. Albatta, shuncha mahsulot 199 ming so'mmi? Ha, 199 ming so'm. Alohida emas. Bir yurtdoshimiz qo'ng'iroq qilyaptilar-da, birgalikda nech pul bo'ladi deb so'rayaptilar. Yo'q, bu birgalikda ham qirg'ich, ham mana bu sharbat chiqaradigan makaronli ovqatlarni yoki turli xil meva, sabzavotlarni pyure holatiga keltirib beradigan uskunamiz aynan birgalikda 199 ming so'm. Bir daqiqa vaqtingiz bor, tezgina qo'ng'iroq qilib buyurtmalarni berishga shoshiling, ulguring. Eng sifatli, eng kerakli bo'lgan mahsulotlarimiz bugungi dasturimizda maxsus takliflar ketma-ketligida taqdim etilyapti. Va bilasiz, bizda ham taqinchoq, ham maxsus takliflar bo'lganligi uchun ham o'z vaqtida qo'ng'iroq qilishingiz kerak. Qirq soniya vaqtingiz qoldi. 199 ming so'm narx evaziga taqdim etilyapti. Bu qanaqa vaqt endi? Bu qanaqa vaqt? Masalan, hozir 25 soniya vaqt qoldi deyapman-ku. Aynan mana shu maxsus taklifimizni tugatib keyingi maxsus taklifga o'tamiz. Shunday ekan, tezlashing, ulguring, o'z vaqtida qo'ng'iroq qiling yoki narxi o'zgarishi mumkin-da, 399 ming so'mga qaytishi mumkin va sovg'asiz bo'ladi. Hozir esa sovg'asi bilan birgalikda 100% zanglamaydigan po'latdan ishlangan qo'l sharbati va xamirli ovqatlarni chiqarib berish uchun siz uchun aynan mana shunday press taqdim etilyapti. Oldinda esa yana bir maxsus taklifimiz bor, keling, uni ham video lavhasini ko'ramiz. Marhamat. Diqqat, agar o'zingizni holdan toygan his qilsangiz, magnit bo'ronlari yana bosimingizga ta'sir qilayotgan bo'lsa va boshingiz og'riyotgan bo'lsa, buni e'tiborsiz qoldirmang. Afsona qaytmoqda. Minglab odamlar bosh og'rig'i, meteosezgirlik va qon bosimi sakrashidan charchagan edi. Endi esa uni taqib yurishmoqda. Turmani magnit bilaguzigi bilan tanishing. Bu bilaguzuk O'zbekistonda mutlaq hit mahsulotga aylandi. Lekin bugun biz shunchaki uni 30% chegirma bilan taklif qilmaymiz. Sizni ajoyib yangi sovg'a kutmoqda. Professional massajchi, butun tana uchun salomatlik quvvati massajori, maxsus texnologiya asosida yaratilgan va bu massajor sizni mutlaqo bepul yordamchingizga aylanishi mumkin. Va bu hali hammasi emas. Sizni yana bir sovg'a kutmoqda. Shoshiling, keling yaxshi kayfiyat sirini ochamiz. U Turmani bilaguzligida ichida neodin magnitlar yashiringan. Ular oddiy magnitlardan 10 barobar kuchliroq ishlashi isbotlangan. Magnitlar kuchli magnit maydonini hosil qiladi va qonni faolroq aylanishga majbur qiladi. Har bir hujayrani kislorod bilan to'yintiradi. Bosim me'yoriga tushadi. Yurak soat kabi ishlay boshlaydi va siz yana kuch g'ayratni his qilasiz. Hatto tashqarida magnit bo'ron bo'lsa ham siz bu bilaguzukni qo'lingizda deyarli sezmaysiz, ammo u har soniya sizni himoya qiladi. Bundan tashqari u juda chiroyli ko'rinadi. Lekin bu hali hammasi emas. Magnitlardan tashqari bilaguzuk ichida yana ikkita kuchli salomatlik manbai mavjud. Turmani va Germani. Turmani bu tirik energiya. Qon tezlashadi, ishlar kamayadi va siz xuddi endigina dam olib qaytgandek kuch-quvvat oqimini his qilasiz. Germaniya esa bu qon uchun mini
sport. Yaponiyalik olimlarning aniqlashicha, u qonni kislorod bilan xuddi tog'larda sayr qilgandek samarali to'ydiradi. U toksinlarga ta'sirini to'sadi, immunitetni mustahkamlaydi va magnit bo'ronlari davrida yurakni himoya qiladi. Va bularning barchasi bitta hashamatli bilaguzukda. Agar sizni bosh og'rig'i, bosim, bo'g'imlardagi og'riq bezovta qilsa va qoningiz to'xtab qolgandek his qilsangiz, ahvol yomonlashishini kutmang. Turmani bilaguzugini bugunoq olib taqing va aynan hozir Turmani magnit bilaguzugi 30% chegirma bilan sizniki bo'lishi mumkin. Shoshiling, qo'ng'iroq qiling va buyurtma bering. Lekin afsonaviy bilaguzukka afsonaviy sovg'a ham kerak. Qarshi oling sizning sovg'angiz hashamatli salomatlik quvvati massajori. Ayniqsa agar siz shishlar va oyoqlardagi og'irlik hissidan qiynalayotgan bo'lsangiz, oddiy massaj qo'llari bu qurilma kabi chuqur ta'sir qila olmaydi. Bu texnologiya kosmonavtlar uchun yaratilgan bo'lib, endi u sizning uyingizda xizmat qiladi. U mushaklarni bo'shashtiradi, yillar davomida to'plangan charchoqni atigi 10-15 daqiqada yo'qotib yuboradi. Agar bilaguzukka buyurtma bersangiz, siz massajorni mutlaqo bepul olasiz. Lekin hali hammasi emas. Har bir buyurtma bilan siz yana bitta magnit bilaguzukni olasiz. Kumush rang erkaklar uchun Turmani, dadangiz, turmush o'rtog'ingiz, o'g'lingiz yoki akangiz uchun. Bularning barchasi siz uchun. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va 3 ta mahsulotni bittasining narxida ustiga ustak chegirma bilan oling. Aks holda ertaga ularni alohida 3 barobar qimmatroqqa sotib olishingizga to'g'ri keladi. Agar sizni bosh og'rig'i, bosim, bo'g'imlardagi og'riq bezovta qilsa va qoningiz to'xtab qolgandek his qilsangiz, ahvol yomonlashishini kutmang. Turmani bilaguzugini bugunoq olib taqing. Bosim me'yoriga tushadi, yurak soat kabi ishlay boshlaydi va siz yana kuch-g'ayratni his qilasiz. Hatto tashqarida magnit bo'ron bo'lsa ham ayni damda siz 30% chegirma bilan ayollar uchun Turmani magnit bilaguzugini olasiz. Kumush rangdagi erkaklar bilaguzugi, Turmani magnit bilaguzugi bepul va salomatlik quvvati massajori mutlaqo bepul. Tasavvur qilyapsizmi? O'tkazib yubormang. Hozirning o'zida qo'ng'iroq qiling va buyurtma bering. Turmanini ko'pchilik qayta va qayta so'radi dasturimiz mobaynida. Marhamat. Bor yo'g'i 199 ming so'm narx evaziga ko'pchilik yaxshi biladi, lekin baribir endigina tomosha qilishni boshlagan yurtdoshlarimizga tushuncha berib o'taman. Bu mahsulotimiz bosh og'rig'i, qon bosimi va migren holatlarini yengillashtirib beradi va hattoki ortiqcha vazndan sizni xalos etadi. Erkaklar bilaguzugi va massajor sizga sovg'a. Bir necha kun tizibandlar sovg'a qilindi, lekin massajorni ko'pchilik qayta va qayta so'raganliklari uchun massajorni yana qaytardik. Ko'rib turganingizdek 4 xil nozuli bor bu yerda. Qo'l massaj effektini beradi. Azizlar, agar ishlatib ko'rmagan bo'lsangiz, sizga tavsiya bergan bo'lardim. Turmani magnitli bilaguzugi hozirgi kunda juda ham ko'pchilikni sevimli mahsulotlardan biri bo'ldi va juda ham xursandmiz. Qayta va qayta qo'ng'iroq qilib izohlar aytiladi. Rahmat, yordam beryapti va statistika aldamaydi azizlar. Statistika bo'yicha 95% dan ortiq yurtdoshlarimiz 6 oy oldin xarid qilgandim, zo'r ishlayapti yoki 7 oy oldin xarid qilgandim, zo'r ishlayapti, har doim muntazam ravishda taqib yuribman degan fikrlarni, iliq fikrlarni bildirishdi. Biz qo'ng'iroq qilib so'radik, hattoki bizga o'zimizga ham qo'ng'iroq qilib bog'lanib izohlarni aytishadi va juda ham xursandman. Azizlar, siz ham qo'ng'iroq qiling, buyurtmalarni berishga ulguring, shoshiling, chunki bu mahsulotimiz bir necha kun bo'lmadi, tan olish kerak, bo'lmadi. Keyin biz yurtdoshlarimiz ko'p qo'ng'iroq qilganlari uchun majbur bo'ldik yana keltirishga va ko'rib turganingizdek yana taqdimotini o'tkazyapmiz. Bilmadim endi necha kun taqdim etiladi, necha kunda tugaydi, ammo lekin bugungi dasturimizda bor. Hattoki kechagi dasturda ham taqdim etganimizda tugadi, bugun yana olib keldik. 199 ming so'm, hammasi birgalikdan ha. Birgina ayollar Turmani magnitli bilaguzugini xarid qilsangiz, erkaklar Turmani magnitli bilaguzugi va 4 xil nozullik massajor sizga sovg'a sifatida taqdim etiladi. Ichki detal, mana bu rangli toshlar nima deyotgan bo'lsak, bu ichki detali, ichki qismi, tashqi qismi esa oltin rangda chiroyli naqshsimon qilib ishlangan. Erkaklar bilaguzugi esa ko'ryapsiz, estetik ko'rinish bilan ajralib turadi. Sport kiyimlar deysizmi, klassik kiyimlarga ham juda ham zo'r yarashib ketaveradi. Ichki detalda nimalar bor?
neodim magnitlari bu birinchi o'rinda turadigan aynan moddalardan biri. Turmalinning foydali kerakli bo'lgan mikro makro elementlari germaniy moddasi va infratuzilma to'lqinlari joylashtirilgan. Bularni hammasi organizmda yig'ilish effektida ishlaydi va shu bilan birga organizm to'yinishni boshlaydi. Qon tomirlari kengayishni boshlaydi, miyaga kislorod yaxshigina yetib boradi. Kislorod bilan miya to'yingandan keyin asab tolalari uzilishni to'xtaydi. Kapillyarlar yorilmaydi, hujayralar erkin harakat qiladi. Xo'sh, qonim shundoq ham suyuq bo'lsa, ammo lekin bosh og'rig'i bilan qiynalayotgan bo'lsam deyotgan bo'lsangiz, masalan, sizda boshingizda boshdagi bosim, ya'ni xalq tilida aytganda cherepnoy davleniya bo'lsa, qoningiz quyuq, ya'ni suyuq bo'lib turib, ammo lekin boshingiz og'riyotgan bo'lsa ham sizga yordam beradi. Qonni o'ta suyultirib yubormaydi, o'rta me'yorga keltiradi va boshdagi bosim og'riqni yo'q qilishga yordam beradi. Bo'yindagi ishemik holatlar, tromb hosil bo'lish holatlarini ham kamaytirib beradi. Turmaniy magnitli bilak yuziga ko'pchilikka tanish, shifokorlar juda yaxshi ko'rishadi bu mahsulotni, tavsiya berishadi, ammo lekin yurtdoshlarimiz hammasi ham topa olishmaydi. Bizni ko'rib, voy va nihoyat topdim deya xursand bo'lishadi. Masalan, hozirgi izohni ko'ramizda, keyin esa davom etamiz. Marhamat, ko'ring. Anchadan beri og'riq migren qiynardi. Ba'zan yuraklarim bezovta qilar edi. Halsizlik paydo bo'lar edi. Bilak yuzlik sog'liqni yaxshilaydi deb eshitdim. Shuning uchun sinab ko'rishga qaror qildim. Ko'pincha boshim og'rirdi, qon bosimim o'zgarib turardi. Ba'zan energiyam yetishmasdi, hatto uyqum ham notinish edi. Yillar o'tgan sari og'riqlar kuchayardi. Bilak uzugimni taqib yurganimdan bir necha kun o'tib, bosh og'rig'im kamaya boshlandi. Tongda yengil uyg'onaman. Uyqum tinchroq bo'ldi. Yuraklarim bezovta qilmaydigan bo'ldi. Men uchun bu haqiqiy mo'jiza bo'ldi. U chiroyli taqinchoqdek ko'rinadi, lekin sog'liq uchun yordamchi ekan. Endi kamroq dori ichayapman. Faqat bilak yuzimni taqaman. Bu ancha menga yordam beradi. Yengillik va xotirjamlikni his qildim. Bilak uzuk shunchalik yordam berishiga ishonmagan edim. Keyin chinakam yordam berayotganini angladim. Bilak uzugimni deyarli yechmaydigan bo'ldim. Men barcha yaqinlarimga turmani bilak uzugini tavsiya qilaman. Ko'p tanishlarim bilak uzugimni qayerdan olganimni so'ramoqda. O'ylaymanki, bosh og'rig'i, yurak momollari yoki charchoqdan qiynalayotgan barcha kishilarga foydasi tegadi deb o'ylayman. Turmani bilak yuziga darhol buyurtmalarni berishga shoshiling azizlar. Hozir siz uchun yana bir qiziqarli ma'lumotni aytaman. Ortiqcha vazndan xalos bo'lish vaqti keldi deya o'zingizga mana shu signalni berayotgan bo'lsangiz, mana shu bilak yuzik sizga birinchi qadamni qo'yishga yordam beradi. Ya'ni aynan taroziga chiqqaningizda -1, -2 kilogramni ko'rishni istasangiz, albatta bu bilak yuzik sizga o'sha birinchi qadamni qo'yishga yordam beradi. Keyin esa o'zingiz parhez qilib, sekin-sekin ozasiz. Agar ozishim kerak deyotgan bo'lsangiz, qanday qilib yordam beradi deyotgan bo'lsangiz, organizmda yig'ilib qolgan ancha yillardan buyon ichaklardan chiqib ketmayotgan shlaklar, toksinlarni chiqarishga yordam beradi. Ana o'shanda 1-2 kilo, ko'pi bilan 5 kilo ham tashlaysizlar. Xo'sh, qo'ng'iroq qiling, buyurtmalarni berishda davom eting. Aytgancha, bizda prodyuserimiz meni ko'rsating. Ikkinchi soatimizda taqinchoqlar taqdim etiladi va hammasi efir yulduzi bo'ladi azizlar va siz kutgan baraban ham bo'ladi. Undan tashqari alohida lotlar ham bo'ladi. Shunday ekan, kuzatishda davom eting. Xo'sh, mana bu mahsulotimizga buyurtmalarni berishga ulgurdingiz degan umiddaman. Oxirgi marotaba aytayapman. Qo'ng'iroq qiling, buyurtmalarni berishga ulguring va shoshiling. Bugungi dasturda ham taqdim etilyapti. Izohlarni zo'r bo'lyapti. Hozir qo'ng'iroq qilishyapti yurtdoshlarimiz. Rostdan ham yordam berar ekan. Ishonmagan edim degan yurtdoshlar juda ham ko'p bo'lyapti, lekin ishonch hosil qilishdi. Biz esa hozir ikkinchi soatga o'tamiz va birinchi lotni ko'rib olamiz. Marhamat. Demak, bu bizning wow bilak yuzigimiz azizlar. Faqatgina siz uchun. Ha. Ayrim yurtdoshlarimiz qo'ng'iroq qilib so'rashgan edi. Aynan bizni buvilarimiz, kelinlarimiz yaxshi ko'rib taqadigan bilak yuziklardan bormi deyishdi. Ohey! Mana. Siz so'radingiz, biz taqdim etyapmiz. Xo'sh, qalay?
Va ustimdagi abaya bilan zo'r turar ekan. Ajoyib, azizlar, juda chiroyli. Xo'sh. Qo'ng'iroq qiling, buyurtmalarni berishni boshlang. Bizni buvilarimiz, masalan, ikkita bilaklarda ham uzuklar taqib yurishganda, oldin aytgancha bilak uzuk deyilmagan ekan, oldin uzuk deyilgan ekan, azizlar. Va bobolarimiz tasavvur qiling, bitta bilak uzuk bilan yurma deya ikkitadan sovg'a qilishgan va ular yechmasdan taqib yurishgan. O'sha bilak uzuklarga o'xshaydi. Hozir katta объемный bilak uzuklar taqish modada, to'g'rimi? Masalan, Instagramda ham ko'ramiz, mashhur blogerlar ham taqishyapti. Mana shunaqa katta bilak uzuklarni va qandaydir modaga kirdi albatta. Men masalan 12 yoshlarimda mana shunday bilak uzuklar moda edi. Onajonim taqib yurardilar, katta bilak uzuklarni va yaxshi ko'radilar mana shunday churi ko'rinishdagi bilak uzuklarni. Bor yo'g'i bitta chegirma bera olaman deyaptilar. OKG 007. Wow, OKG 007. Bittagina chegirma bera olaman, xolos dedilar prodyuserimiz. Biz sizga ishonamiz, prodyuserimiz. Bering o'sha chegirmangizni. Oho, bu boshlang'ich. Boshlang'ich narxi 606 ming so'm. Chegirma bering. Bitta bilak uzuk. Yo'q! Ziraklar sizga sovg'a. Ziraklar. Wow! Ajoyib. O'zga sayyoraliklar uchib ketayotgan musiqalar taqdim etilyapti. Ajoyib. Xo'sh, marhamat, keling ziraklarni ham ko'ramiz. Prodyuserimizga yoqadi mana shunaqa musiqalar. Demak, qandaydir milliylikni aks etayotgan bu yerda zirak va bilak uzuk ikkalasi bir-biriga juda ham mos. Mana bu yerda bitta pianit chachasi bor, qarang. Markiz uslubida qaralangan pianiti bor. Mana 239 ming so'm. 239 ming so'm. Zo'r narx, lekin bilasizmi, bitta mana shu bilak uzukning narxini o'zi 399 ming so'm bo'lgan ekan, lekin bugungi dasturimizda 239 ming so'm. Tasavvur qilyapsiz, naqadar yaxshi narxlarda xaridni amalga oshiryapsiz. Sarpa yig'ishni boshlaganlar uchun ham juda ham zo'r. Va ziraklarni yaqindan ko'raylik. Ziraklarni yaqindan ko'raylik. Shunaqangi chiroyli, shunaqangi asal zirakchilarimiz bor axir. Keling ko'ramiz. Hoppa, rahmat tasvirchimiz. Wow! ...55 kodi orqali 520-20-30 raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Uzoq taqdimotni o'tkaza olmaymiz ekan, prodyuserimiz aytayaptilar, hozir bilmadim nega. Bizda baraban bor axir. Baraban bor. Yo'q, hozir emas. Birozdan keyin. Mana bu to'plamga buyurtmalarni berishga ulgurdingiz degan umiddaman. 239 ming so'm narx, ikkisi birda. Wow! Ana. Kutganmidingiz? Ko'pchilik so'radi. Kechagi dasturda men masalan shu yerda edim va ko'pchilik qo'ng'iroq qilib so'rashdi. Yashil toshlik oldin buvilarimiz taqqan uzuklardan bormi deyishdi. Bor albatta. Sariq tilla qoplangan. Wow. Uzunchoq, lodichka deyiladi xalq tilida, ammo lekin qayiqcha izlar bir nechta mana ustunlar ushlab turibdi. Yurakcha. Wow! Ajoyib, to'g'rimi? Mana. Albatta taqib ko'rsatmaydilar. Busiz bo'lmaydi. Hattoki barabandagi taqinchoqlarni ham taqib ko'rsataman, bilasizmi buni. 713 ming so'm bu boshlang'ich auksion narx, lekin vizual barmoqni uzun qilib ko'rsatadi. Bilasiz, o'sha 95-yillarda ham moda bo'lgan uzuklardan biri. 95, 2000-yillarda ham moda bo'lgan. Meni masalan buvimda bo'lgan bunday uzuk va buvim onamga keyin sovg'a qilganlar masalan. Onamni qaynonalari meni buvim.
Voy, to'y taklifi. Ha, bizda esa to'y mavsumi boshlandi O'zbekistonda. Ya'ni avgustning o'rtalaridan boshlanadi, bilasiz. Birozgina salqin tushdiki, bo'ldi, to'y mavsumi boshlanadi. Va aynan onamga buvim sovg'a qilganlar. Aynan mana shu qayiqcha uslubidagi zargarshim bilan bayramga tayyorgarlik ajoyib sovg'a qilganlar. Onam esa menga sovg'a qilganlar. U yerda qizil tosh, yoqut o'rnatilgan, lekin bu yerda yashil juda ham chiroyli, to'g'rimi? 279 ming so'm, yaxshi. Yana nima bor? Musiqalar trilling qildi, lekin o'zgarish bo'lmadi. 279 ming so'm, xo'p, mayli. Nima bor? Olaveraymi? Marjon va ziraklar sizga sovg'a. To'y taklifi zargar shop bilan bayramga tayyorgarlik zo'r bo'ladi. Shunday ekan, darhol qo'ng'iroq qilib buyurtmalarni bering. Masalan, onajoningizga sovg'a qiling yoki buvingizga sovg'a qiling. Sizni to'yingizda taqsinlar. Aynan mana shu taqinchoqni taqing deya aytsangiz, onajoningiz yoki buvijoningizga zo'r yarashadi, ishoning. Hamma tillo deb o'ylaydi. Masalan, hech kimga aytishingiz ham shart emas-ku, yo'q bu bijuteriya, tillo emas deb hammaga jar solishingiz shart emas. Hamma buni tillo deb o'ylayversin. Mana. KF 998 qo'ng'iroq qiling, buyurtmalarni berishni boshlang. 279 ming so'm. Mana. Ajoyib. 55 kod orqali 520 chiroyli yashil rangda. Hey, kutganmidingiz? Mana. Umuman olganda yashil rang, bilasizmi, qandaydir yoshlik qo'shib beradi va bejizga aytishmaganda oldin yoshartiruvchi ranglardan deya. Aynan mana shu rang rostdan ham shunaqa, qandaydir 5-10 yosh ayirib tashlaydi sizni yoshingizdan, minus qilib yuboradi va men bunga ishonaman. Yashil rangni juda ham yaxshi ko'raman, toshlar kategoriyasida va toshlar orasida juda ham yaxshi ko'raman va qandaydir meni bolaligimni esga soladi o'sha. Buvim yaxshi ko'rardilarda, shunaqa taqinchoqlarni, xuddi shunaqa taqinchoqlari bo'lardi, lekin onamga yoqutligini sovg'a qilganlar. Kelinoyimga esa yanga deyiladi bizda. Yangamga esa o'sha yashil toshligini sovg'a qilganlar. Juda ham chiroyli, menga yoqadi masalan. Yashil toshligi va havas qilardim buvimga, taqinchoqlarni yaxshi ko'rardilar. Har doim taqinchoq bilan deylik o'sha ko'rganman, buvimni hech qachon taqinchoqsiz ko'rmaganman. Taqinchoq bilan ayol bo'ladi deya aytardilar, bilmadim. Va menga ham aynan mana shunday taqinchoq sevishlari o'tgan deb o'ylayman. Yashil rangni yaxshi ko'raman deysizlar, xullas. Bizda esa vaqtni bekor o'tkazmagan tarzda prodyuserimiz studiyaga hozir baraban olib kirib berdilar. Juda ham ajoyib, juda ham yaxshi. Nega ajoyib deyapman? Chunki ko'pchilik iltimos qildi, so'radi, barabandagi taqinchoqlar bo'lsin deya. Nega barabanni so'rashadi? Chunki zo'r chegirma beramiz barabandagi taqinchoqlarga, azizlar. Har birini birin-ketin taqdimotini o'tkazib beraman. Hech qaysi qolmaydi, xavotir olmang. Demak, bugungi barabanimizda bizda hattoki to'plam ko'rinishda xarid qilishingiz mumkin ekan. Endi ko'ryapman, bu taqinchoqlarni dasturdan oldin kelib ko'rib olmaganman. Juda zo'r narxlar taqdim etilar ekan. Xo'sh, ekranga yaqinroq o'tirib oling. Zargar shopda baraban. Demak, ko'ramiz. Marhamat. Har biri chiroyli, har biri go'zal. Yirigi ham bor, kichigi ham bor. Ziraklar ham bor. Mana bu yerda ziraklar, vau, oltimizda juda ham ajoyib, juda ham chiroyli. Mana. 8, 9, vau. Ajoyib. Demak, pastki qatorga o'tdik.
har bir yurtdoshimiz o'zlarining didlariga mos bo'lganini topa oladilar. Masalan, mana bu 15 pat brilliant, 16 esa pat yoqut, 17 ni qarang. Ajoyib. Bo'lmasam birdan boshlaymiz. Yaxshilab ko'ring, diqqatingizni uzmang, chunki har bir taqinchoqdan ko'pi bilan uchta. Ko'pi bilan uchtaysizlar. Hoppa. Biz esa boshlaymiz. Mana shunday go'zallik, kayfiyat ko'taradigan taronalar va biz azizlar, raqslarga tushib qo'ng'iroq qiling, buyurtmalarni bering. Bilamizki, siz taqinchoqni yaxshi ko'rasiz. Masalan, har bir inson o'zidan kelib chiqib, o'ziga emas, o'zidan kelib chiqib boshqa bir insonlarni yoki muhokama qiladi yoki o'xshatadi yoki qiyos qiladi, to'g'rimi? Men masalan o'ylashim bo'yicha hamma ayollar taqinchoqlarni yaxshi ko'rishadi-da. Men masalan yaxshi ko'raman. Bijuteriya bo'ladimi, kumush bo'ladimi, tilla bo'ladimi, hech ham ajratmayman va hammasini birdek yaxshi ko'raman. Qaysi taqinchoq yoqib qolsa darhol xarid qilaman-da. Masalan, bu bijuteriya-ku demayman. Yoqdimi bo'ldi, meniki bo'lish kerak. 79 ming so'm azizlar. 79 ming so'm. Vaqtni boy bermaymiz, keyingi taqinchoqqa o'tamiz, ya'ni ikkinchi taqinchoqqa o'tamiz. Keling. Marvaritlarni kim yaxshi ko'radi? Men masalan yaxshi ko'raman, lekin marvaritlik ziraklarim yo'q. Uzugim bor, bilak uzugim bor. Marjonim ham yo'q ekan, ko'rdingizmi? Lekin uzugim va bilak uzugim bor mana. Chiroyli ekan-a? Nafis. Qarang. Mana. Ajoyib. Xo'sh, chegirmasi bilan nech pul ekan bu go'zalligimiz? Chegirmasi bilan nech pul? 14 karat pushta tilla qoplangan. Bu yerda pushta tilla. Mana. Sakson 9 ming so'm. Voy, bu marvarchasini qarang, chiroyliligini asalcha ekan. Raqamlarga qo'ng'iroq qiling, 2 deng agar sizga yoqqan bo'lsa, 89 ming so'm bor yo'g'i uy manzilingizni aytasiz, yetkazamiz, ko'rasiz, tekshirasiz, keyin to'lovlarni bemalol amalga oshirishingiz mumkin. Masalan, dugonalaringiz bilan, qo'shnilaringiz bilan birgalikda buyurtma bersangiz, sizga plus bo'ladi. Nega? Qancha ko'p taqinchoq buyurtma bersangiz, shuncha zo'r. Ya'ni yetkazib berish xizmatini bo'lishib olardingiz. To'lashni albatta. Xo'sh, yetkazib berish xizmati bor albatta bizda. Qizil rangda ko'ramiz, tomchi uslubida qirralangan, o'ta elegant, qandaydir atirgullarga ham o'xshaydi, guldastaga ham o'xshaydi. 14 karat pushta tilla qoplangan premium bijuteriya izlar. 55 kod orqali 520-20-30 raqamlarga murojaat qilishni boshlayvering. 99 ming so'm. Barabandagi taqinchoqlarni juda ham ko'pchilik yaxshi ko'radi. Baraban bo'lsin deyishadi va tushundingizmi menimcha nima sabab? Aynan mana shu barabandagi taqinchoqlarni so'rashadi, chunki zo'r chegirma bo'ladi. Mana. To'rga o'tdik. To'rimiz esa ancha-muncha yirik, vizual bo'rttirma, lekin narxini hali bilmaymiz. Narxini ko'raylikchi. Oxirgi marta taqdimot bo'lganda 329 ming so'm edi aynan mana shu uzugimiz. Bugungi dasturda nech pul bo'lar ekan? Qiziq. Juda chiroyli, go'yoki alangada yonib turgan qandaydir yoqut toshiga o'xshaydi. Kod raqami 4 azizlar. Aytgancha bunga mos keladigan ziraklar bor bizda 6 da. 6 bilan birgalikda xarid qilishingiz mumkin. 79 ming so'm. 79 ming so'm bor yo'g'i juda ham zo'r. Zo'r narx, biz esa 5 ga o'tamiz. 5imiz ham ajoyib. Bizni uzukchamiz, ko'pchilik so'ragan uzuklardan biri, anchadan beri taqdimoti bo'lmayotgan uzuklarimizdan biri. Tilla qoshlarga o'xshataman, Shahrizodalarning tilla qoshlarga o'xshataman. Mana. Juda chiroyli, nafis, go'yoki sultonlar toshi, sultanit toshi o'rnatilgan 14 karat pushta tilla qoplangan premium bijuteriya. Demak, ajoyib.
Narx qiziq hozirgi yurtdoshlarimizga. Yurakcham. 89 ming so'm. Davom etamiz. Bizda biroz avvalgi uzugimizga mos keladigan zirakcha bor. Keling birgalikda ko'ramiz o'sha zirakchamizni. Sizga yoqadi. Bir yurtdoshimiz borlarda dasturni tomosha qilgim kelmaydi deydilar. Hayron bo'ldim birinchi, menga ijtimoiy tarmoqlardan yozdilar, nega deb so'rashimdan oldin ketidan yana xabar yubordilar menga. Chunki har tomosha qilganimda albatta taqinchoq xarid qilaman, pulim bormi yo'qmi, baribir buyurtma beraman dedilar. Bu ajoyib, albatta har bir ayol xohlaydi, istaydi o'ziga yoqqan taqinchoqni buyurtma qilishni va albatta tomosha qiling. Baribir tomosha qilaman, tomosha qilmayman, bugun tomosha qilmayman, baribir taqinchoq buyurtma beraman-ku tomosha qilsam deyman-ku, lekin baribir yoqib tomosha qilaman deydilar. Ajoyib. Bizning dasturimiz magnitga o'xshaydi o'zi, har bir insonni tortib sug'urib oladi, o'ziga qadar jalb qiladi. Shunday ekan, baribir tomosha qilasiz-ku. Shunaqami? Ko'ramiz. 99 ming so'm keyingi lotimiz. 99 ming so'm. Nima bo'ldi? Bu 7. Bu 7. Mana qadarish uslubi. Menga yoqadigan mana shunday eskicha inglizcha qadarish uslubida. Demak, narx hozir taqdim etiladi. 99 ming so'm. Biroz avvalgi ziraklarimizning narxi edi, yoqdi menga mana shu musiqa. Demak, premium bijuteriya izlar, mana qarang. Juda chiroyli. 89 ming so'm, hattoki 99 emas, 89 ming so'm juda ham yaxshi narxlarda taqdim etildi. Aynan mana shu ziraklarimiz. Bilasizmi, o'z odatda ziraklar qimmatroq bo'lishi kerak uzukka qaraganda, chunki bu yerda ko'proq metal, ko'proq tilla qoplangan va ko'proq toshlar ketgan, to'g'rimi? Xo'sh, biz esa davom etamiz. Keyingi lotimiz kumush kategoriyalarida ham taqdim etilgan bijuteriya zirak bo'ladi va u zirakimizni ko'pchilik kumush taqinchoqlar kategoriyasida ko'rib, bijuteriyasi ham bo'lsin, hamyonbopi bo'lsin deyishgan edi. Va hozir taqdim etamiz albatta siz uchun. Mana bunisi esa 89 ming so'm. Qo'ng'iroq qiling, buyurtmalarni berishga shoshiling va ulguring, azizlar. Hozir taqdim etmoqchi bo'lgan ziragimiz tugabdi. Biroz avval barabanni aylantirganimda ko'rib xarid qilibdi yurtdoshimiz. 9 ga o'tamiz, azizlar. 9 ga o'tamiz. Yashil rang sizga yoqsa, 9 ga buyurtmalarni bering albatta. Xo'sh. Marhamat. Uchtasi bo'lgan ekan, o'sha 8imizni men sizga astoydil tushuntirib beryapman, o'sha kumush taqinchoqlarga o'xshaydi deya, lekin 3 jufti ham qolmabdi. 14 karat pushti tilla qoplangan premium bijuteriya siz uchun taqdim etilmoqda. Aynan mana shunday hashamatli bo'lgan zirakchamiz. Zirakcha deyapman, lekin quloqlarda o'ta hashamatli, o'ta go'zal va yirik bo'lib ko'rinadi. 79 ming so'm. Yaxshi narx. Stilni bo'lib turadi, ishoning menga. 79 ming so'm. Umuman olganda har bir taqinchog'imizni egasi topiladi. Buni aytgancha marjoni bor. Voy, 14 ta. Birgalikda xarid qilishingiz mumkin. 14-kod ostidagi marjoni bilan birgalikda. Bu 79 ming so'm ekan. Davom etamiz. 10 ga o'tamiz va to'y marosimlari uchun mo'ljallangan, tadbirlar uchun mo'ljallangan zirak. Mana. Ajoyib azizlar. Bugun prodyuserimizning playlistlari noodatiy, eksklyuziv qandaydir musiqalar, noodatiy musiqalar. Har doimgidek emas, kayfiyatlarga mos. 10 azizlar, 14 karat pushti tilla qoplangan, aynan o'sha vintaj uslubida ishlab chiqarilgan kompozitsiyalardan vizual ko'ryapsizmi? Uzun va bo'yinni uzun qilib ko'rsatadi, masalan. Bo'yningiz va bo'yingizni uzun qilib ko'rsatish niyatida bo'lsangiz, aynan mana shu ziraklarni tanlang. Xudo xolalarimiz uchun ham zo'r, kelinlarimiz uchun ham zo'r. 89 ming so'm bor yo'q azizlar. 89 ming so'm. Xo'sh, davom etamiz.
davom etamiz. 11 menga yoqdi. So'nggi kunlarda shu qora rang menga juda ham yoqayapti. 11imiz masalan qora rangda-da va so'nggi kunlarda yoz bo'lishiga qaramasdan baribir shu qora rangni sevaman, yaxshi ko'raman. Kiyimlarda albatta birozgina ozg'inroq ko'rsatadi. Shu bilan birga elegant ko'rsatadi. Qiziq narxi nech pul bo'ladi? Juda ham chiroyli ziraklar. Taqib ko'rsatardim, lekin vaqtimiz kam, juda ham kam. 55 kodi orqali 520 20 33 raqamlarga qo'ng'iroq qiling azizlar. Qadalish uslubi bu yerda klassik inglizcha. Keling ochib ko'rsataman. Ichida probachasi bor. Nechinchi probada tilla qoplanganligini ko'rishingiz mumkin va aynan mana shunday kristal tosh A3+ kategoriyada kristal, hattoki ichi ko'rinmasa ham tashqi qirralanishi tufayli yonib porlab turibdi. 14 karat pushti tilla qoplangan premium bijuteriya A3+ kategoriyada kristal va fionitlar bilan birgalikda aynan bezatilgan ziraklar quloqlarda zo'r turadi. O'qituvchilar uchun, shifokorlar uchun juda ham ajoyib tanlov. 4 nafar 3 nafar o'qituvchimiz hozir qo'ng'iroq qilib buyurtma berishdi va bittasi qolibdi. 12 ga o'tamiz. Azizlar. To'q ko'k rangni yaxshi ko'ruvchilar, masalan hozir 7, biroz avval 7 ni taqdim etganimda boshqacharog'i bormi to'q ko'k rangni deyishgan edi. Mana marhamat, birozgina boshqacharog'i. Birozgina kichikroq variantda, toshlari ham maydaroq, ammo lekin 7 da yirik bitta tosh bor edi, to'g'rimi? Menga mana bunisi ko'proq yoqdi, chunki yirik taqinchoqlarni o qadar xush ko'rmayman. Mayda pusetchalarni yoki mayda osilchoq zirakchalarni yaxshi ko'raman. Men oldin lekin yiriklarni yaxshi ko'rardim o'sha taqinchoqlarda, yirik taqinchoqlarni, ayammi, onamni taqinchoqlarini taqishni yaxshi ko'rardim, lekin hozirgi kunda klassikaga o'tganman. Demak, azizlar, o'zingizni qaysi taqinchoqda chiroyli his qilsangiz, qaysi taqinchoq sizga yarashadi deb o'ylasangiz, o'sha taqinchoqqa buyurtmalarni bering. Hech kimni eshitmang. Masalan, bu taqinchoq senga yarashmabdi degan gaplarni eshitmang. Bunday insonlardan uzoqroq yuring. 89 ming so'm azizlar, 89 ming so'm. Davom etamiz. 13 ga o'tamiz. 13 ham menga yoqdi, chunki yashil rangda qandaydir zumrad toshlariga o'xshaydi. Demak, 13 ni ko'ramiz. Zumrad yoki yashil agatlarga o'xshatdi mana shu 13imizni. Mana. Vau. Ajoyib, qandaydir ekzotik daraxtlarning barglariga o'xshaydi. Juda ham ajoyib, juda ham chiroyli. 14 karat pushti tilla qoplangan. Bu yerda ham sariq tilla qoplangan taqinchoqimiz yo'q. Faqatgina bizda ikkinchi lotimizda bo'lgan edi biroz avval barabandan oldin. Lekin barabanimizda yo'q azizlar. Ikkinchi lotni so'rasangiz sizga aynan tushuntirib berishadi. Qo'l markaz operator xodimlarimiz lodochka taqinchoq edi. Lekin mana bu yerda menga juda ham yoqdi mana shu kompozitsiyamiz va 14 ga o'tamiz. Eslatib o'taman, 14 ni ziraklari 9-kod ostida birgalikda to'plam qilib xarid qilishingiz mumkin. Super zo'r chegirmaga tushgan. Keling, o'sha 9 ni ham ziraklarni ko'rsatib o'taman birgalikda yoki aynan mana shu 13 bilan birgalikda xarid qilishingiz mumkin, lekin 9 ga ko'proq mos keladi. Keling, hozir 14 ni ko'ramiz. Marjon sevar ayollarimiz, yurtdoshlarimiz. Mana bu 9. Qo'llarimda 9 mana bu ziraklar. Marjon esa 14. 13 bilan 14 ham zo'r mos keladi. Masalan, mana bu 13 qo'llarimda mana. Birgalikda xarid qilishingiz uchun men sizga ko'rsatib o'tyapman. Ammo lekin o'zi ham chiroyli. Go'yoki shibirma marjonga o'xshaydi. Mana bu tag qismi alohidaga o'xshaydi. Yo'q, aslida esa birgalikda. Orqa detallarni ko'rsataman. Marhamat, bu 14. Zanjiri o'zi bilan birgalikdami? Ha, zanjiri o'zi bilan birgalikda taqdim etiladi.
lekin alohida 299 ming so'mga taqdim etganmiz mana shu zanjirni. Marjonni esa 229 ming so'mga taqdim etganmiz. Qiziq, bugun necha pul bo'lar ekan? Muhokama ketyapti hozir prodyuserimizda. Ya'ni necha pul qilsam bo'lar ekan degan fikr. Aha, bilmadim necha pul bo'ladi, bilmadim. Hozir menga eshitilmayapti, ammo lekin yaxshi narx beradilar degan umiddaman. Oho, muhokama avjida-ku. Avjida muhokama. Xo'sh. 119 ming so'm. Ana sizga chegirma, chunki marjoni o'zi 229 ming so'm edi, zanjiri esa 299 ming so'm edi. Kimni esida? Taqdim etganmiz, alohida taqdim etganmiz bularni. Xo'sh, 15 ga o'tar ekanmiz. 15imiz ham juda ham chiroyli, pat brilliant bo'ladi. Bu ham pat brilliant aslida. Go'yoki mana bu qismlarda brilliant va o'rtasida yoqut tosh o'rnatilganga o'xshaydi. Demak, 15 ga o'tamiz. Lekin bunga ham buyurtmalarni berishga ulguring. Bu 14 azizlar, bu 14. Biz esa 15 ga o'tamiz. Marhamat, malinka, atirgul, rozочка deb ataladi aynan mana shu dizayn va pat brilliant kompozitsiyamiz. Qarang, yarim baget uslubida qiralangan, dumaloq uslubda qiralangan va atroflarida aynan atirgulimizni atrof qismlarida ham mana bunday fiyonitchalar o'rnatilgan. Orqa detal qismi probasi bor. Marhamat, nechinchi probada tilla qoplanganligini ko'rib bilib olishingiz uchun proba yozilgan. Xo'sh. Ajoyib. Raqamlar esa o'sha 55 kodi orqali 520 20 33 raqamlariga qo'ng'iroq qilib buyurtmalarni berishingiz mumkin. Sizga tavsiyam, qaysidir taqinchoqni ko'rsangiz darhol xarid qiling. Hozir bir yurtdoshimiz qo'ng'iroq qilib, ikkinchi lotimizni so'ramoqdalar va ularning o'lchamlari qolmabdi. Shuning uchun ham o'z vaqtida qo'ng'iroq qiling, o'zingizni o'lchamingizni xarid qilasiz ana o'shanda. 119 ming so'm, 119 ming so'm, 99 ming so'm. 99 ming so'm. Ha. Biroz avvalgi taqinchog'imizning narxi ekan u. Bu esa 99 ming so'm. Mana. Pat brilliant ko'ryapsiz. Klassik zanjir. Menga mana shunaqa zanjirlar ko'pincha yoqadi. Mana. Juda ham sifatli taqinchoq. Biz esa davom etamiz. Keyingi lotga o'tar ekanmiz, ya'ni 16 ga. Yirikroq marjon bo'lsin, iltimos. Barabarni aylantirganingizda taqinchoqlarni ko'rmay qoldim degan izoh keldi hozir bizga. Demak, yirikroq. Bugungi dasturimizning eng yirik taqinchoqlaridan, ya'ni marjonlardan meni qo'llarimdagi marjon bu 16 eng yirik marjonlardan. Demak, o'zingizga mosini tanlashingiz uchun hozir men sizga taqdim etaman. Bu bilan keyingi marjonimiz yirik ha. Taqinchoqlarda esa 4, demak 7, 6, 10 yiriklari. Mabodo agar sizga yoqsa, albatta buyurtmalarni berishingiz mumkin. Bu esa bizda 16 azizlar, 16. Marhamat, mana. Ajoyib. Bilmadim sizga qanday, lekin aynan mana shunday marjonlar hozirgi kunda moda bo'lyapti. Yosh, o'rta va kattalar orasida modada, kelinlar orasida modada, ya'ni ko'rinimli, yirik, mana shunday bo'shliqlik qilib ishlangan va orasida bir nechta toshlar o'rnatilgan, ya'ni zich tosh yo'q bu yerda. Shunchaki yoyib o'rnatilgan. Ko'ryapsizmi, oralari bo'shliq bilan to'ldirilgan. 139 ming so'm zanjiri o'zi bilan birgalikda. Keling, hozir marjon orqasini ham ko'rib olamiz. Mana, probachasi bor va 17 ga o'tamiz azizlar. Bu esa 139 ming so'm. Oxirgi lot, e'tibor qarating, iltimos azizlar. Bu oxirgi lotimiz. Voy, qomadimi, tugadimi demasligingiz uchun aytib o'tyapman. Oxirgi lotimiz hozir taqdim etiladi. Aynan mana shu go'yoki dastxat qo'yilganga o'xshaydi. Qandaydir mashhur aktrisami, aktyormi dastxat qo'yganga o'xshaydi. Eyfel minorasiga ham o'xshaydi. Salyutlarga ham o'xshaydi. Noodatiy stil dizayn.
Marhamat. Bu bizda 17 azizlar. Oxirgi lotimiz va oxirgi taqinchoq barabandagi taqdimot siz uchun taqdim etilyapti. Hozir narxi taqdim etiladi. Voy, taftologiya bo'lib ketdi. Taqdim. Bu bizni Zargar Shop kolleksiyamiz. Toshiga ahamiyat bering, go'yoki Swarovski toshlari yonib borilayotganga o'xshaydi. Swarovskidan da o'tadi. Aynan laboratoriyada ishlab chiqarilgan tosh hisoblanadi. Shuning uchun ham tilla qoplangan taqinchoqlar juda ham qadrli, ya'ni bu yerda juda ham qimmatbaho toshlar o'rnatiladi. Ko'ryapsizmi? Undan tashqari esa aynan ametist toshlarga ham o'xshaydi. 99 ming so'm ekan azizlar. Istagan taqinchog'ingizga buyurtmalarni berishda davom etavering. Bizda esa oldinda maxsus takliflar ketma-ketlik. Keling, hozir birinchisini video lavhasini ko'ramiz. Marhamat. Uy lag'moni nima? Bu qimmat restoran ta'mi, lekin eslasangiz soatlab egilib, xamir yoyish va tinmay kesish va yana kesish. Endi tasavvur qiling, 15 daqiqada bir tog'dek mazali uy lag'moni. Yangi po'lat press bilan bu endi orzu emas. Nega do'kondagi qadoq va o'rtacha ta'm uchun ortiqcha to'laysiz? Siz faqat un va tuxum olsangiz, press esa sizga restoran darajasidagi norin yoki lag'monni tayyorlab beradi. 10 barobar arzonroq. Bir necha kechki ovqatlardayoq o'zini oqlaydi. Oila a'zolaringiz va mehmonlar esa o'zini qimmat restoranda o'tirgandek his qiladi. Siz shunchaki xamirni ichiga solasiz, sochqichni sekin aylantirasiz va ko'z oldingizda mukammal tekis lag'mon paydo bo'ladi. Hattoki sevimli xrizantema pechenyamiz ham do'konga borishdan ham tezroq. Faqat bugun press sizga 2 barobar arzon narxda yana ajoyib sovg'a ham kutmoqda. To'plamda siz 5 ta moslama olasiz. Ular sizni o'zbek oshxonasining malikasi qiladi. Zargarlik ipi eng ingichka nozik lag'mon, o'sha mashhur ugra osh uchun ayni mos. Afsonaviy xrizantema, sevimli uvalanadigan pechenya va klassik lag'mon uchun makaron trubuchkalar eng mukammal patlar hisoblanadi. Norin yoki uy sho'rvasi uchun bir zumda tayyor bo'ladigan tekis bejirim to'g'ralma. To'yimli qovurma moslamasi shirali qovuriladigan lag'mon uchun ayni ideal hisoblanadi. Oldinda to'y, hayit yoki qarindoshlar kelishi bormi? Endi mahalladagi ayollarni chaqirib lag'mon kesishga hojat yo'q. Avval 5 kishi ertalabdan kechgacha qiladigan ishni siz yolg'iz 30 daqiqada bajarasiz. Mehmonlar hali birinchi choyni ichib ulgurmasdan qozoningiz yangi mukammal lag'mon bilan to'la bo'ladi. O'tkazib yubormang. Po'lat pressni hoziroq 50% chegirma bilan buyurtma qiling va ajoyib sovg'a universal sabzavot to'g'raydigan shinkovka moslamasini oling. Sovg'angiz nimalarga qodir? Mukammal somoncha kesim, qovurma yoki koreys salatlari uchun ideal hisoblanadi. Slayslar piyozni halqa, kartoshkani chips uchun va qovoqni 1 soniyada kesib beradi. Gofrli kesim sabzavotlarni bayramona to'lqinli kesish uchun hisoblanadi. Pyure uchun qirg'ich, sarimsoq, zanjabil yoki bolalar pyuresini bir zumda maydalaydi. Hozir qo'ng'iroq qiling va sovg'aga sabzavot to'g'raydigan qirg'ich oling. Bunday duet bilan ovqat tayyorlash bir necha barobar tezlashadi. Qo'ng'iroq qiling va hoziroq buyurtma bering. Miqdori juda cheklangan. Uy xamiri pishganda ezilib ketmaydi, shaklni saqlaydi. Dasturxoningiz eng zo'ri, taomingiz esa eng mazalisi. Lekin bu hali hammasi emas. Qo'shnilar ham taomingiz haqida gapirishsinmi? Do'konda yo'q narsani qiling. Ko'kat yoki lavlagi sharbati bilan rangli lag'mon tasavvur qilyapsizmi? Yoki yangi siqilgan sharbat. Ha, press sharbatni ham siqadi. Oxirgi tomchisigacha. Bu press o'zbek oshxonasining og'ir yuklamalari uchun yaratilgan. 100% zanglamaydigan po'lat, namlikdan qo'rqmaydi, sharbatdan oksidlanmaydi, qattiq xamirdan esa egilmaydi. Pressni 30 soniyada qismlarga ajratib yuvib yuborasiz. Hammasi tez, oson, qulay va o'nlab yillar ishonchli xizmat qiladi. Diqqat! Faqat bugun press sizga 2 barobar arzon narxda nasib etadi. 50% chegirma hoziroq amal qilmoqda. Hozir qo'ng'iroq qiling va sovg'aga sabzavot to'g'raydigan qirg'ich oling. Shunda ovqat tayyorlash yanada oson va tez bo'ladi. Qo'ng'iroq qiling va hoziroq buyurtma bering.
maxsus takliflarimizdan biri va birinchisi birinchi soatda ham taqdim etilgan edi va bu zanglamaydigan po'latdan ishlab chiqarilgan press nafaqat lag'monlar uchun, balkim xamirli ovqatlar uchun, sharbatlar uchun juda ham zo'r qo'l keladi va hattoki quyuqroq kremlar uchun ham juda ham zo'r, ya'ni yirik katta tortlarga, shirinliklarga kremlarni quyish uchun ham juda ham zo'r deb o'ylayman. Bir yurtdoshimiz shirinliklarni tayyorlar ekanlar. Men hattoki pista bodomlarni, yong'oqlarni, magizlarni ham aynan mana shu pressda chiqaraman. Undan tashqari kremlar, quyuqroq kremlarni ham aynan mana shu pressdan chiqaraman. Shokoladli kremlarni ham pressdan chiqaraman dedilar. Bilmadim, tayyorlab ko'rmagan ekanman. Menda ham bor uyimda aynan mana shu pressdan, lekin Zargar shopdan xarid qilganman, lekin hali shirinliklarni tayyorlab ko'rmadim. O'sha mashhur bo'lgan pechenyelar, xrizantema pechenyelarni ham mana shu pressdan chiqarish mumkin ekan. Juda ham qulay, oson deyishadi. Mukammal somoncha kesish, slice uslubida kesish, mana bu yerda pyure uslubida chiqarish, kattaroq somoncha uslubida kesish. Aynan bu sovg'amizda, qirg'ichimizda, albatta qo'ng'iroq qilib buyurtmalarni bergan har bir yurtdoshimizga qirg'ich sovg'a tarzida taqdim etiladi. 5 xil o'zini mana shunday nozul nasatkalari bilan birgalikda. Pressimizda ham 5 xil nozul nasatkalar bor. Bu yerda trubuchka makaronlar uchun, undan tashqari aynan manpar taomi, spagetti taomi yoki norin taomlari uchun, makaronli ovqatlar uchun yoki o'sha lag'mon uchun juda ham zo'r qo'l keladigan mana bu yerda turli xil nozullar bor. Albatta qo'ng'iroq qilib buyurtmalarni berib sinab ko'ring. Biz sinov muddatidan o'tkazdik, hech qanday defekt bo'lmaydi. Juda ham mukammal, qattiq, og'ir qilib ishlangan. Nega qattiq deyapman? Chunki har bir mana bu ulangan qismlari juda ham mukammal qilib ishlangan, qattiq qilib o'rnatilgan. Ko'ryapsizmi? Hech ham qiyshayib, buzilib, deformatsiya bo'lib ketmaydi. 3 oydan 6 oyga qadar shaxsan o'zim ishlatib ko'rdim va har kunlik tarzda aynan qattiq mahsulotlarni, hattoki o'sha sarimsoq piyozlarni, pomidor deysizmi, baqlajon deysizmi, kabachki deysizmi, hammasini chiqarib ko'rdik va zo'r ishladi. Har kunlik tarzda ishladik va hech qanday deformatsiya bo'lmadi. Zanglamaydigan po'lat bu juda ham zo'r sifatga ega bo'lgan mahsulotimiz hisoblanadi. Xohlang qo'lda, xohlang ayni idish tovoqlar yuvadigan texnikada ham yuvsangiz hech narsa qilmaydi. Qo'ng'iroq qiling, buyurtmalarni berishga shoshiling, ulguring. Ko'rib turganingizdek norin lentalar deysizmi, makaron deysizmi, somoncha uslubidagi turli xil deylik o'sha makaronlik ovqatlar deysizmi, hammasini aynan xamirni chiqarib beradi va qo'l sharbati uchun ham bozorda yaqinda ko'rib qoldim. Mana shuni birozgina kattasini qayerdan xarid qildingiz desam, chet eldan olib kelganman, arab davlatlaridan dedilar bir yurtdoshimiz va ancha muncha qimmatga olgan ekanlar u yerda. Zanglamaydigan po'latdan dedilar. Ha desam, sizlarda ham bor dedilar. Ha dedim va restoranda ham ko'rgan edim bir yurtdoshimizda va sizdan xarid qilgan edim, Zargar shopdan degandilar. Juda ham xursand bo'ldim. Zo'r izohlar keladi aslida mana shu qo'l sharbati, qo'l xamir deylik, o'sha chiqarish uskunamiz uchun zo'r izohlar keladi va albatta siz ham qo'ng'iroq qilib buyurtmalarni berishda ulguring, shoshiling, chunki har bir dasturimizda o'ziga yetarli bo'lgan deylik o'sha sanoqda beriladi. Masalan, ayrim dasturlarimizda hattoki 3 ta yoki ayrim dasturlarimizda 30 ta beriladi. Bugungi dasturimizda 12 dona berilgan ekan. Bu ko'pmi kammi bilmadim, lekin ulgurishingizni tavsiya bergan bo'lardim. Xo'sh, 100% zanglamaydigan po'latdan 5 xil turli xil makaronli ovqatlar uchun, sabzavot mevalar uchun, pyure hosil qilish uchun yoki deylik o'sha aynan yong'oqli mahsulotlar uchun ham juda ham zo'r qo'l keladi va sharbatlar uchun ham zo'r qo'l keladi. Aynan nozullari bor, 5 xili bor. Qo'l sharbat chiqargichi, turli xil makaronli ovqatlar uchun ham zo'r. Albatta sinovdan o'tkazing. Shirinliklar uchun ham zo'r aytyapman-ku, kremlar uchun, shokoladlar uchun ham juda ham zo'r chiqarish uchun. Undan tashqari mana bu yerda qirg'ich sizga sovg'a tarzida taqdim etilyapti. Qulay qirg'ichimiz, qo'lingizni deylik o'sha yumdalab tirnab olmaydigan qirg'ichlardan biri. Bemalol foydalansangiz bo'ladi. Turli xil nozullar, nasatkalar bilan birgalikda. Azizlar, bu bizni ikkinchi soatimizning ikkinchi maxsus albatta taklifi. Shunday ekan, qo'ng'iroq qiling, buyurtmalarni bering. Mabodo qaysidir taqinchoq, mabodo qaysidir birinchi soatimizdagi maxsus taklifimiz sizga manzur kelgan bo'lsa, yoqqan bo'lsa, albatta qo'ng'iroq qilishingizni tavsiya etaman, chunki juda ham oz fursatlar qoldi. Deyarli 5-10 daqiqalar qoldi desam ham bo'laveradi dasturimizning yakuniga qadar. Qo'ng'iroq qiling, buyurtmalarni bering. 10 daqiqa qoldi. Buyurtmalarni bering va ushbu kerakli bo'lgan, har bir xonadonda bo'lishi kerak bo'lgan mahsulotimiz sizda bo'lsin. Menda bor, prodyuserimizda bor, assistentimizda bor, hammada bor. Masalan, bizda
studiyada, ofisimizda va har birimiz sinovdan o'tkazganmiz. Masalan, biz ham ishonmagandik oldin, nahotki xamirni chiqarib bera oladi deya, lekin bir necha soniyada, bir necha daqiqada butun oila a'zolaringiz uchun mazali bo'lgan lag'monli ovqatlarni yoki mazali bo'lgan xamirli ovqatlarni chiqarib beradi. Hattoki sharbatlarni ham bir deganda aynan bir necha daqiqada, 5-10 daqiqada sizda butun boshli oilangiz uchun mazali sharbat tayyor bo'ladi. Qo'l uchun sharbat chiqargich albatta, shunday ekan albatta qo'ng'iroq qilib buyurtmalarni bering. Raqamlar yozib ko'rsatilgan va 50% chegirma asosida xarid qilasiz. Hozir esa yana bir maxsus taklifimizni video lavhasi. Marhamat. Diqqat, agar o'zingizni holdan toygan his qilsangiz, magnit bo'ronlari yana bosimingizga ta'sir qilayotgan bo'lsa va boshingiz og'riyotgan bo'lsa, buni e'tiborsiz qoldirmang. Afsona qaytmoqda. Minglab odamlar bosh og'rig'i, meteo sezgirlik va qon bosimi sakrashdan charchagan edi. Endi esa uni taqib yurishmoqda. Turmani magnit bilaguzigi bilan tanishing. Bu bilaguzuk O'zbekistonda mutlaq hit mahsulotga aylandi. Lekin bugun biz shunchaki uni 30% chegirma bilan taklif qilmaymiz. Sizni ajoyib yangi sovg'a kutmoqda. Professional massajchi, butun tana uchun salomatlik quvvati massajori, maxsus texnologiya asosida yaratilgan va bu massajor sizni mutlaqo bepul yordamchingizga aylanishi mumkin. Va bu hali hammasi emas. Sizni yana bir sovg'a kutmoqda. Shoshiling, keling yaxshi kayfiyat sirini ochamiz. U Turmani bilaguzligida. Ichida neodin magnitlar yashiringan. Ular oddiy magnitlardan 10 barobar kuchliroq ishlashi isbotlangan. Magnitlar kuchli magnit matonini hosil qiladi va qonni faolroq aylanishga majbur qiladi. Har bir hujayrani kislorod bilan to'yintiradi. Bosim me'yoriga tushadi. Yurak soat kabi ishlay boshlaydi va siz yana kuch-g'ayratni his qilasiz. Hatto tashqarida magnit bo'ron bo'lsa ham, siz bu bilaguzukni qo'lingizda deyarli sezmaysiz, ammo u har soniya sizni himoya qiladi. Bundan tashqari u juda chiroyli ko'rinadi. Lekin bu hali hammasi emas. Magnitlardan tashqari bilaguzuk ichida yana ikkita kuchli salomatlik manbai mavjud. Turmani va Germani. Turmani bu tirik energiya. Qon tezlashadi, ishlar kamayadi va siz xuddi endigina dam olib qaytgandek kuch-quvvat oqimini his qilasiz. Germaniya esa bu qon uchun mini sport. Yaponiyalik olimlarning aniqlashicha, u qonni kislorod bilan xuddi tog'larda sayr qilgandek samarali to'ydiradi. U toksinlarga ta'sirini to'sadi, immunitetni mustahkamlaydi va magnit bo'ronlari davrida yurakni himoya qiladi. Va bularning barchasi bitta hashamatli bilaguzukda. Agar sizni bosh og'rig'i, bosim, bo'g'imlardagi og'riq bezovta qilsa va qoningiz to'xtab qolgandek his qilsangiz, ahvol yomonlashishini kutmang. Turmani bilaguzugini bugunoq olib taqing va aynan hozir Turmani magnit bilaguzugi 30% chegirma bilan sizniki bo'lishi mumkin. Shoshiling, qo'ng'iroq qiling va buyurtma bering. Lekin afsonaviy bilaguzukka afsonaviy sovg'a ham kerak. Qarshi oling, sizning sovg'angiz hashamatli salomatlik quvvati massajori. Ayniqsa agar siz shishlar va oyoqlardagi og'irlik hissidan qiynalayotgan bo'lsangiz, oddiy massajchi qo'llari bu qurilma kabi chuqur ta'sir qila olmaydi. Bu texnologiya kosmonavtlar uchun yaratilgan bo'lib, endi u sizning uyingizda xizmat qiladi. U mushaklarni bo'shashtiradi, yillar davomida to'plangan charchoqni atigi 10-15 daqiqada yo'qotib yuboradi. Agar bilaguzukka buyurtma bersangiz, siz massajorni mutlaqo bepul olasiz. Lekin bu hali hammasi emas. Har bir buyurtma bilan siz yana bitta magnit bilaguzukni olasiz. Kumush rang erkaklar uchun Turmani, dadangiz, turmush o'rtog'ingiz, o'g'lingiz yoki akangiz uchun. Bularning barchasi siz uchun. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va 3 ta mahsulotni bittasining narxida ustiga ustak chegirma bilan oling. Aks holda ertaga ularni alohida 3 barobar qimmatroqqa sotib olishingizga to'g'ri keladi. Agar sizni bosh og'rig'i, bosim, bo'g'imlardagi og'riq bezovta qilsa va qoningiz to'xtab qolgandek his qilsangiz, ahvol yomonlashishini kutmang. Turmani bilaguzugini bugunoq olib taqing. Bosim me'yoriga tushadi, yurak soat kabi ishlay boshlaydi va siz yana kuch-g'ayratni his qilasiz. Hatto tashqarida magnit bo'ron bo'lsa ham, ayni damda siz 30% chegirma bilan ayollar uchun Turmani magnit bilaguzugini olasiz. Kumush rangdagi erkaklar bilaguzugi, Turmani magnit bilaguzugi bepul va salomatlik quvvati massajori mutlaqo bepul. Tasavvur qilyapsizmi? O'tkazib yubormang. Hozirning o'zida qo'ng'iroq qiling va buyurtma bering. Bizni bugungi dasturimizning eng oxirgi maxsus taklifi, to'g'rimi, prodyuserimiz? Ha, menimcha. Va ko'rib turganingizdek,
Aha, yo'q, bundan keyin yana maxsus taklif bo'lar ekan. Ajoyib, ajoyib. Ha, maxsus takliflar yaxshigina bugungi dasturimizda va bitta bilak uzuk buyurtmalarini bersangiz, ikkinchi bilak uzuk sizga sovg'a, shu bilan birgalikda massajyor sizga sovg'a sifatida taqdim etiladi. 199 ming so'm narxi evaziga. Narxi zo'r azizlar va qo'ldan boy bermaysiz degan umiddaman. Hozir bu yurtdoshimiz qo'ng'iroq qilib izohlarni aytyaptilar. Men yaqinda xarid qilgandim. Hozirning o'zida yordam berayotganini sezyapman, deyaptilar. Ajoyib. Yig'ilish effektida ishlaydi. Albatta, hozir yurtdoshimiz ham so'rayaptilar, o'zi qanday ishlar edi? Yig'ilish effektida ishlaydi, organizmingizni to'yintiradi, qon tomirlarini kengaytirib beradi va ana o'shanda bu mahsulotimiz sizni miyangizga kislorod yetkazib beradi. Qon tomirlar kengaygandan keyin ishmik holatlar yuzaga kelmaydi. Bo'yin sohasida qandaydir og'irlik hissi yuzaga kelmaydi. Bosh og'riqlari qoladi. Boshdagi bosim, ya'ni chiripni davleniya qoladi. Qon bosimi qoladi va bularning barchasiga yordam, davo aynan mana shu bilak uzuk hisoblanadi. Mabodo shifokoringiz sizga qandaydir terapiya yozgan bo'lsalar, ya'ni dori mahsulotlari yoki qandaydir terapiya yozgan bo'lsalar, ularni ham qiling albatta. Bo'ldi, bilak uzuk taqib yuribman-ku, menga hech qanday shifokor kerak emas demang. Sizni nimadir bezovta qilsa, albatta shifokorga borish kerak, terapiyani qo'llash kerak va dorilarni muntazam ravishda ichib yurish kerak o'z vaqtida. Xo'sh azizlar, qo'ng'iroq qiling, buyurtmalarni berishga ulguring. Turmani magnitli bilak yuziga qon bosimidan, migrendan, bosh og'rig'idan sizni xalos etadigan eng zo'r mahsulotlarimizdan biri. 30% chegirma maxsus bugungi dasturimizda aksiya doirasida kor qilyapti. Shunday ekan, bemalol qo'ng'iroq qiling deya olmayman. Tezgina qo'ng'iroq qiling, chunki dasturimiz yakuniga qadar juda ham oz fursatlar qoldi. Biroz avval 10 daqiqada ham men adashgan ekanman. Shuning uchun ham ulgurasiz degan umiddaman, chunki oldinda yana bitta maxsus taklifimiz bor ekan. Qo'ng'iroq qiling, buyurtmalarni bering. Aynan bu mahsulotimiz siz uchun eng zo'r mahsulotlardan biri. 199 ming so'm azizlar. Magnitli bilak uzuk. Magnitli bilak uzuk sizda har doim bilaklaringizda bo'lishi kerak deb o'ylayman. Nega? Chunki qon bosimidan, migren holatidan yoki asabiy holatdan sizni himoya qiladigan eng zo'r bilak uzuklardan biri. 199 ming so'm azizlar. Bor yo'g'i 199 ming so'm. Shunchaki xarid qilasiz va buyurtmalarni berasiz. Buyurtmalarni berganingizda oldindan to'lov qilmaysiz. Yetkazib beramiz, ko'rasiz, tekshirasiz, keyin to'lovlarni amalga oshirasiz. Bizda esa izoh bor, keling birgalikda tomosha qilib olamiz, keyin esa davom etamiz. Marhamat. Anchadan beri og'rig'i migren qiynardi. Ba'zan yuraklarim bezovta qilar edi. Xavfsizlik paydo bo'lar edi. Bilak uzuk sog'liqni yaxshilaydi deb eshitdim. Shuning uchun sinab ko'rishga qaror qildim. Ko'pincha boshim og'rirdi, qon bosimim o'zgarib turardi. Ba'zan energiyam yetishmasdi. Hatto uyqum ham notinish edi. Yillar o'tgan sari og'riqlar kuchayardi. Bilak uzugini taqib yurganimdan bir necha kun o'tib, bosh og'rig'im kamaya boshlandi. Tongda yengil uyg'onaman. Uyqum tinchroq bo'ldi. Yuraklarim bezovta qilmaydigan bo'ldi. Men uchun bu haqiqiy mo'jiza bo'ldi. U chiroyli taqinchoqdek ko'rinadi, lekin sog'liq uchun yordamchi ekan. Endi kamroq dori ichayapman. Faqat bilak uzugini taqaman. Bu ancha menga yordam beradi. Yengillik va xotirjamlikni his qildim. Bilak uzuk shunchalik yordam berishiga ishonmagan edim. Keyin chinakam yordam berayotganini angladim. Bilak uzugimni deyarli yechmaydigan bo'ldim. Men barcha yaqinlarimga turmani bilak uzugini tavsiya qilaman. Ko'p tanishlarim bilak uzugimni qatdan olganimni so'ramoqda. O'ylaymanki, bosh og'rig'i, yurak momollari yoki charchoqdan qiynalayotgan barcha kishilarga foydasi tegadi deb o'ylayman. Har bir yurtdoshimizda albatta yordam qo'lini cho'zilgan aynan mana shu bilak uzuk orqali. Ya'ni bu nima degan? Har bir yurtdoshimiz o'zi aslida o'zida mana shu bilak uzugimizni sinab ko'rganlarida rostdan ham zo'r yordam bergan, zo'r foyda bergan va har biri zo'r izoh qoldirgan. Tasavvur qilyapsizmi? Ya'ni bizga qo'ng'iroq qilib zo'r yordam berdi. Rahmat, bosh og'rig'im qoldi, hattoki ortiqcha vaznimdan ham xalos bo'lyapman, shish holatlari kamaydi yoki asabiy holatlarim kamaydi, uyqum shirin bo'lgan, uyqum yaxshi bo'lgan, uyqusizlikdan qiynalayotganim yoki ko'p uyqudan qiynalayotgan edim degan yurtdoshlarimiz har biri xursand bo'lib bizga qo'ng'iroq qilishyapti. Ya'ni mana shu bilak uzuk rostdan ham zo'r yordam bergan ularga. Siz ham sinab ko'ring, bor yo'g'i 199 ming so'm, hattoki mana shu massajyor ham
boshqa bir do'konlarda 199 ming so'm emas, bundan balandroq narxga sotilar ekan, 300 ming, 350 ming, 400 mingga sotilar ekan va siz plyusdasiz azizlar. Bitta Black Zuki buyurtmalarni bersangiz, ikkinchisi sizga sovg'a va massajyor, 4 xil nozullik massajyor sizga sovg'a sifatida taqdim etilyapti. Dasturimiz yakuniga qadar juda ham oz daqiqalar qoldi. Bor yo'g'i 199 ming so'm narx evaziga taqdim etilayotgan mana shu Turmani Black Zuki buyurtmalarni bering, qo'ng'iroq qiling, sinab ko'ring, foydalanib ko'ring. Yig'ilish effektida ishlaydigan mahsulotimiz albatta zo'r yordam beradi sizga. 30% chegirma bugungi dasturimizda aksiya doirasida 30% chegirma asosida xarid qilishingiz mumkin. Buyurtma berasiz, yetkazib beramiz, ko'rasiz, tekshirasiz, balkim taqib ko'rarsiz va har bir aynan ichki elementlarni tekshirib ko'rarsiz. Keyin esa to'lovlarni amalga oshirsangiz ham bo'ladi, xohlang naqd pul orqali, xohlang aynan pul o'tkazmalar orqali. Dasturimiz yakuniga qadar juda ham oz fursatlar qoldi. Bo'la qoling, qo'ng'iroq qiling, hozirning o'zida buyurtmalarni berishga shoshiling azizlar va ushbu mahsulotimiz sizning bilaklaringizda bo'lsin. Bizda esa yana bir maxsus taklifimizni video lavhasini ko'rib olamiz. Marhamat, keyin esa davom etamiz. Faqat rostini ayting, sizga bu holat tanishmi? Masalan, oilangiz bilan dasturxon atrofida o'tibsiz, belingiz esa allaqachon zilkityapti. Oyoqlar urishib, tanada noqulaylik bo'lyapti. Shu payt tezroq turgingiz keladi yoki bor yo'g'i 1-2 soat rulda o'tirdingiz. Belingiz shunday zirqaydiki, xuddi 20 yoshga qarigandek bo'lasiz. Millionlab odamlar buni yosh bilan bog'liq yoki charchoq deb o'ylaydi. Lekin bu muammo sizda emas, balki nimaning ustida o'tirganingizda bo'lsa-chi? Mana his-tuyg'ularingizni tubdan o'zgartira oladigan yechim Comfort Plus ortopedik yostig'i. Bugun chegirma va qimmatli sovg'a bilan hozir hammasini bilib olasiz. Qarang-a, qattiq stulda yoki dasturxonda o'tirganingizda nima bo'ladi? Tananing butun og'irligi barcha kilogramm bitta nuqtaga bosim beradi. Dumg'azaga, og'irlik, taranglik, qotib qolish, xuddi tosh ustida o'tirgandek hissi. Tasavvur qilyapsiz-a? Lekin shu nuqtani yengillatsak-chi? Mana shuning uchun mutaxassislar Comfort Plus ortopedik yostig'ini o'ylab topishgan. Yostiqning shakli tananing egri chiziqlarini takrorlaydi. Markazdagi bu kesma esa dumg'azadagi bosimning hammasini o'ziga oladi. Tadqiqotlarda yozilishicha, shunday kesmali yostiqlar o'tirishdagi yukni va noqulaylikni deyarli 2 barobar kamaytiradi. Oddiy yostiq bunga aslo qodir emas, lekin bu hali hammasi emas. Comfort Plusning ichida xotira effektli aqlli paralon bor. U aynan sizning tanangizga, vazningizga, holatingizga moslashadi. Tana og'irligi qancha ko'p bo'lsa, yostiq yukni shuncha sezilarli darajada o'z zimmasiga oladi. Tasavvur qiling, dasturxon atrofida yostiqda o'tiribsiz. 1 soat, 2 soat, hatto 3 soat bir marta ham turgingiz kelmaydi. O'y, dasturxon atrofi, ish, yo'l, mehmondorchilik, qayerga borsangiz o'zingiz bilan olib yuring. Yostiqlarni Yaponiyada ancha vaqtdan beri ishlatishadi. U yerda ham qadim zamondan polda o'tirishadi. Aqlli yaponlar sog'liqni doim o'ylashadi va qulaylik bilan o'tirishadi. Endi bunday yostiqlar deyarli har bir yapon ofisida bor. U yerda kuniga 8-12 soat o'tirib ishlashadi. Siz ham ishga olib qo'ying. Siz ham ko'p ishlab o'tirasizmi? Unda ehtimol sizga ovoz chiqarib gapirish odat bo'lmagan, lekin 30 yoshdan keyin har ikkinchi odamda duch keladigan muammo tanishdir. Bu bavosil kasalligi. U bilan har bir o'tirish azobga aylanadi. Comfort Plusning shu markaziy kesmasi 100% aynan siz uchun yaratilgan. U eng nozik qismdan yukni olib tashlaydi. Shunda siz chindan ham yengil o'tiradigan bo'lasiz, hatto bavosil bilan ham. Tasavvur qiling, dasturxon atrofida yostiqda o'tiribsiz. 1 soat, 2 soat, hatto 3 soat bir marta ham turgingiz kelmaydi. Yo'ldachi yostiqni o'rindiqqa qo'yasiz va 5 soatli yo'l bir bekatdek o'tib ketadi. Shu bilan birga yostiqning rezinalangan asosi uni joyida mahkam ushlab turadi, hatto keskin burilishlarda ham. Ustki g'ilofi ham oson yechiladi. Yuvib qo'ydingiz, hech qanday dog' va hidsiz yostiq yana yap-yangidek bo'ladi. O'y, dasturxon atrofi, ish, yo'l, mehmondorchilik, qayerga borsangiz o'zingiz bilan olib yuring. Ishdan, yo'ldan, yaqinlar bilan o'tirishdan voz kecha olmaysiz, lekin har kuni qulayroq qilishingiz mumkin. Qo'ng'iroq qiling va Comfort Plus ortopedik yostig'ini hoziroq buyurtma qiling. 50% chegirma bilan 2 barobar arzon. Endi esa eng yoqimlisiga keldik. Aynan hozir har bir Comfort Plus yostig'iga mis ipli kompression golfilarni sovg'a qilyapmiz. Mutlaqo bepul. Kechqurun oyoqlaringiz shishadimi? Og'irlik bormi? Charchoq.
Golfilar mushak va tomirlarni yumshoqlik bilan qo'llab-quvvatlaydi va qon aylanishini yaxshilaydi. Ajoyib sovg'a! Telefonni hoziroq qo'lingizga oling va ekrandagi raqamni tering. O'tirish yanada og'irlashishini kutmang. O'zingizga keyin buyurtma qilaman demang. Aynan hozir qo'ng'iroq qiling va Comfort Plus ortopedik yostig'ini 2 barobar arzon narxda buyurtma qiling. Kompression golflilarni sovg'a sifatida oling. Bunday foydali aksiyani qo'ldan boy bermang. Bizda qo'ng'iroq qilib, aynan haydovchilar juda ham ko'p so'rashyapti. Aynan mana shu Comfort Plusni, shuning uchun ham ikkinchi soatimizni oxiriga taqdim etishga, qo'shishga qaror qildik. O'zi aslida taqdim etishimiz kerak emas ekan, kerak bo'lmagan edi. Ya'ni hozir esa qo'shdik. Ko'pchilik iltimos qildi. Iltimos qo'shinglar, iltimos yana taqdim bo'lsin. Birinchi soatda ulgurmadik. Bizga yetmadi, qolmadi deya va ko'rib turganingizdek o'z taqdimoti bo'lish kerak emas edi. Va Comfort Plus azizlar ortopedik yostiq hisoblanadi. Hozirgi kunda juda ham ko'pchilikning ishi o'tirish bilan, o'sha o'tirib ishlash bilan bog'liq, ya'ni haydovchilar, shifokorlar, o'qituvchilar yoki ofis ishchilari, bank sohasida ishlaydiganlar juda ham ko'pchilik. Masalan, men hozir dastur mobaynida 2 soat mobaynida o'tirib efir olib boryapman va turib yurishni boshlaganimda bel og'rig'i boshlanadi. Ya'ni o'sha oyoqdagi bosim, beldagi bosim boshlanadi. Shunday ekan, siz endi tasavvur qilyapman, ofis ishchilar tasavvur qilyapsizmi, 9dan ertalabki 9dan kechki o'sha 6-7 ga qadar o'tirib ishlashadi. Ha, orada balkim 2 daqiqaga yoki orada o'sha ovqatlanishga chiqib, u yerda ham o'tirib ovqatlanishadi-ku baribir. Beldagi bosim, dumg'azaga tushayotgan bosim juda ham kuchli bo'ladi va qiynaydi aksariyat yurtdoshlarimizni. Shunday ekan, mana shunday yostiqqa buyurtmalarni bersangiz, ancha-muncha aynan bosim kamayadi va og'riqlardan xalos bo'lasiz. Stulga qo'yasiz, o'rindiqqa qo'yasiz yoki aynan o'zingizni o'sha o'tiradigan joyingizga qo'yasiz yoki avtomobilga qo'yasiz o'rindig'iga, ancha-muncha yengil bo'ladi holatingiz. Bunga qo'shib esa sizga mana shunday golf paypoqlari sovg'a tarzida taqdim etiladi. Beldagi og'riqlar yoki deylik o'sha dumg'azaga tushayotgan bosim yoki gemoroy holatdan qiynalayotgan bo'lsangiz, uzoq vaqt o'tirishdan qiynalayotgan bo'lsangiz yoki uzoq vaqt turib, yurib, keyin o'tirganingizda bellaringiz og'riyotgan bo'lsa, aynan mana shu yostiqni sizga tavsiya bergan bo'lardik. Uyda deysizmi yoki aynan haydovchi bo'lsangiz o'sha o'rindiqqa qo'yasizmi yoki ofis ishchisi bo'lsangiz stulga qo'yasizmi, farqi yo'q. Har holatda ham sizga yordam beradigan yostiq hisoblanadi. Bu bizning yangi mahsulotimiz, ko'pchilikning e'tiboriga tushgan va ko'pchilik buyurtmalarni berishni boshlagan mahsulotlarimizdan biri. Uzoq yo'lda yuradigan akalarimiz aynan mana shu mahsulot siz uchun mo'ljallangan. Ya'ni uzoq vaqt mobaynida bilamizki, yo'lda yurganingizda, turganingizda shunaqangi belingiz og'riydi, luvillab og'riydi, dumg'azaga tushayotgan bosimdan-ku aynan ko'zlar hattoki chaqnab ketadi, ya'ni og'rig'idan chaqnab ketadi. Shunday ekan, qo'ng'iroq qiling, buyurtmalarni bering. Ayrim holda shunday vaziyat bo'ladiki, beldagi og'riq hattoki boshga ham o'tadi, ya'ni umurtqa pog'onasidagi og'riq boshga ham o'tadi yoki qon bosimi chiqib ketadi o'sha og'riq tufayli. Bosim tufayli ham endi asabiylashsangiz albatta qon bosimi chiqib ketadi. Shuning uchun ham mana shu aynan yostig'imizga buyurtmalarni bering. Bu eslab qolish qobiliyatiga ega bo'lgan yostiq hisoblanadi. Ya'ni sizni o'sha anatomik holatingizni takrorlaydigan yostiq hisoblanadi. Shu bilan birga xotirasi bor. Ya'ni ko'rib turganingizdek juda ham yumshoq. Bu shunchaki sintifon emas azizlar. Aynan essangiz, ustida o'tirsangiz yoki ushlab ko'rsangiz yana o'z holatiga qaytadi. Birozgina o'sha ezib ko'rsangiz, keyinchalik o'z holatiga qaytadigan yostiq hisoblanadi. Hozirgi kunda so'nggi innovatsion uslubda ishlab chiqarilgan yostiqlardan biri va bu yostiq juda ham sifatli va juda ham ko'pchilikni e'tiboriga tushgan, yaxshigina yordam berayotgan yostiqlar turiga kiradi. Bunday yostiq bilmadim, do'konlarda bormi, yo'qmi va nech pul turishidan xabarim yo'q, hali bunday ma'lumotga ega emasman, lekin hozirgi kunda ko'pchilik qayta va qayta so'rayotgan yostiqlarimizdan biri aynan mana shu Comfort Plus hisoblanadi. Ortopedik yostiqlarimizdan biri. Kompression golf esa paypoqlar sizga sovg'a sifatida taqdim etiladi. Uzun golflar hisoblanadi. Nega unday deyapman? Chunki homilador ayollarga ham juda ham qulay, kerakli bo'lgan golflardan biri. Yosh katta, yosh o'rta bo'ladi, farqi yo'q. Sizni tizzalaringiz, oyoqlaringiz og'riyotgan bo'lsa yoki varikozdan qiynalayotgan bo'lsangiz, aynan mana shu golflar sizga yordam beradi. 199 ming so'm, bor yo'g'i 199 ming so'm narxi sizga taqdim etilyapti. Dasturimizning yakuniga qadar juda ham oz fursatlar qoldi. Darhol qo'ng'iroq qilib buyurtmalarni bering. Bilasizmi, bu yostig'imizni bir nechta yurtdoshlarimiz avtomobilda harakatlanayotganimda
bo'yim pastligi tufayli, endi ayollar qo'ng'iroq qilib shunaqa deyishyapti, bo'yim pastligi tufayli birozgina qiynalyapman, avtomobilni o'sha gabaritini his qilishga qiynalayotgan edim. Shuning uchun xarid qilsam zo'r yordam berarmikin deya so'rashganda, xarid qilib ko'ring, sizga yordam beradi menimcha deb aytishganda, aynan Call Markaz operator xodimlarimiz qayta qo'ng'iroq qilishdi yurtdoshlarimiz. Voy, zo'r ekan, juda ham qulay ekan, bo'yimni ham baland qilib qo'ydi. Hozir endi o'sha avtomobilni gabaritini his qilishni boshladim deb bizga qo'ng'iroq qilib izohlar qoldirishdi. Ajoyib, albatta. Farqi yo'q qayerga qo'yasiz. Stul, skameykalar deysizmi, farqi yo'q. Hattoki o'sha uyda o'tirgan joyingizga qo'yasizmi yoki kresloga qo'yasizmi, divanga qo'yasizmi, farqi yo'q. Baribir yordam beradi albatta. Tag qismida sirpanishga qarshi tagligi bor. Qo'ng'iroq qiling, buyurtmalarni bering. Bu ustidagi ustiga aynan mana shu jildini yechib yuvishingizga ham mo'ljallangan, bemalol yechasiz, yuvasiz, ochilishi, yechilishi juda ham qulay albatta va butunlay o'sha yechiladi va bemalol yuvib keyin o'ziga o'tkazib qo'ysangiz ham bo'laveradi. 199 ming so'm azizlar. 199 ming so'm menimcha juda ham zo'r narx. O'zingizni sog'lig'ingiz, salomatligingizga bee'tibor bo'lmasligingizni so'ragan bo'lar edim va aynan o'rindiqqa qo'ygan joyingizda sirpanib ketmaydi. Zo'r yordam beradi. Masalan, 1-2 marotaba ishlatganingizdan keyin pissayib, qandaydir o'zini holatini yo'qotmaydi. Yoki o'zini, deylik, o'sha shishgan holatini yo'qotmaydi, pissayib qolmaydi. Aynan mana anatomik qilib ishlangan, hozirgi kunda bunday mahsulotlar juda ham kamdan kam ishlab chiqariladi va juda ham qimmat bo'ladi. O'z aslida topsangiz ham bilasizki, qimmatga sotishadi. Lekin bizda bor yo'g'i 199 ming so'm va golf paypoqlar sizga sovg'a sifatida taqdim etilyapti. Mana shunday golf paypoqlarga ham ega bo'lasiz. Juda ham elastik qilib ishlangan, erkin o'lchamdagi golf paypoqlar. Dasturimiz yakunida sizga eslatma, azizlar, mabodo yaqin tanishingiz yoki akangiz, ukangiz, otangiz, amakingiz, tog'angiz haydovchi bo'lsalar, ularga albatta kerak mana shunday mahsulot, chunki uzoq yo'l, kuni bo'yi bilamizki, ishlar, yumushlar bilan band bo'lamiz va o'zimizga e'tibor qaratmaymiz. Birozgina dam olayda, shundoqqina cho'zilganingizda, yotganingizda belingizdagi, dumg'azadagi yoki oyoqlardagi og'riq shu qadar kuchli bo'ladiki, keyin qaytib turib boshqa ishlaringizni qila olmaysiz. Bitta o'sha yotdingizmi, bo'ldi, qolib ketasiz. Boshqa ishlar qolib ketadi. Shuning uchun ham darhol xarid qiling va o'sha og'riqlardan bartaraf bo'ling. Bugun sizlar bilan birgalikda men Shahlo Tursunova bo'ldim. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha, xayr.